Yevropa Chempionlar Ligasida seshanba oqshomida bo'lib o'tgan uchrashuvlar tahlilini amalga oshiramiz. Ammo play-off boshlandimi, qaysi bosqich bo'lishidan qat'iy nazar bu Real. Vinini aybi shundaki, u professional bo'lishi kerak, yuqoridan qarash kerak. Bor o'zingni muxlislaring tomoniga bor, bemalol qilaver. Yosh bolalik qildi bu tomonda ham. O'zgacha deyarli chiqdi deyishmoqda. Istalgan Italiya klubini olib qolasangiz, titan himoyachisi yo'q. Galatasaray juda tez bosim qilyapti, Juventus o'ynay olmayapti. Barselonada ozgina inqiroz deb bo'lmaydi-yu, lekin Menimcha Flick vaziyatdan chiqadi baribir. Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Futbol YouTube kanalida Yevropodcastning navbatdagi soni efirda va bugun biz siz bilan birgalikda Yevropa Chempionlar Ligasida seshanba oqshomida bo'lib o'tgan uchrashuvlar tahlilini amalga oshiramiz va undan tashqari bugun, ya'ni chorshanba kuni bo'lib o'tadigan o'yinlar haqida ham o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Albatta, dushanba kuni ham bir nechta o'yinlar bo'lib o'tdi, yakshanba oqshomida markaziy uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Ularga ham albatta to'xtalamiz, chunki o'z aslida o'tgan hafta oxiridagi o'yinlar tahlilini ham qilmagandik va bugun mana shu ko'rsatuvni o'zida uni ham amalga oshiramiz. Demak, bugun studiyada hamkasblarim Dilshod aka To'xtabekov hamda Abror Jo'raqulov. Birinchi bo'lib Chempionlar Ligasiga mayli to'xtab qolamiz, chunki baribir issig'ida hozir aynan mana shu mavzular haqida gaplashganimiz yaxshi. Kechagi uchrashuvlar ichida menimcha hammaning e'tibori ko'proq baribir Realning Benficaga qarshi o'yiniga qaratilgan edi, chunki 20 kun oldin bu ikki jamoa o'rtasidagi qarama-qarshilik haqiqiy o'sha dramatik o'yinga aylanib ketgandi. Biroq bu safar menimcha qolgan o'yinlar fonida eng zerikarlirog'i shu bo'lib qoldi. Ya'ni hisob nuqtai nazardan, gollar nuqtai nazardan, chunki qolgan o'yinlar gollar shousiga aylanib ketdi. Bu yerda esa boshqa voqealar ko'proq e'tiborni tortdi. Chiroyli gol ham ko'rdik-ku, lekin umuman olib qaraganda gollar biroz kamlik qildi. Mayli, aynan mana shu uchrashuvdan boshlaymiz. Lissabondagi Benfica Real o'yini. Bu 20 kun oldingi o'yin bilan solishtirganda qanchalik o'sha farq qildi? Ya'ni Real qanaqa farq qildi, Benfica qanaqa farq qildi? Dilshod aka, sizdan boshlasak. 20 kun avvalgi uchrashuv rostdan ham farq qiladigan holat, chunki u baribir umumiy bosqich, umumiy o'sha guruh bosqichidagi uchrashuv. Bu endi play-off, bu yog'iga endi chiqib ketish xavfi bor, boshqasi bor. Kecha boshqa platformadan hakamlar bilan seminar bo'ldi. Seminardan keyin boshqa platformadan kelib so'rashganda aytib o'tdimki, Real boshqa bo'ladi. Ya'ni 20 kun avvalgi Benficaga qarshi Real boshqa edi. Bu galgi Real boshqacha bo'ladi deb aytib o'tgandim. Kecha amalda shuni ko'rdim ham. Ya'ni nima uchun bunaqa dedim? Guruh bosqichida Real qanaqadir Lissabondagi o'yinda menga erinchoqlik bilan o'ynagandek, juda bamayli xotira o'ynagandek, baribir chiqamiz-ku degan bir, ya'ni 4-golini urib Benfica u yoqqa chiqishi, Real tushib qolishi kamdan kam bir taroziga solib chiqsa 100 tadan bitta uchrab qolishi mumkin bo'lgan holat edi-da, va baribir shunaqa bo'lib qoldi. Lekin katta ehtimol bo'lmasligi mumkin edi bu narsa. Shundan kelib chiqqan holda Real qanaqadir juda erkin, erinchoqlik bilan o'ynagandek tuyulgandi menga. Nima qildi, bitta o'yinni yutqizsak baribir o'sha 8 talikda bo'lamiz-ku. Endi oxirgi Trubinning goli boshqacha bo'lib qoldi. Lekin play-off boshlandimi, o'zini o'zi qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Mayli, o'zini o'zi qiyin ahvolga tushirib qo'yganligi ham o'z yo'liga, ammo play-off boshlandimi, qaysi bosqich bo'lishidan qat'iy nazar bu Real bu. Bu Ispaniya chempionatida urilib, qoqilib, suqilib yurgan bo'lsa ham, Chempionlar Ligasida boshqa jamoa bo'ladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Va u yerda bosh murabbiy kim bo'lishidan ham qat'iy nazar, Xabi Alonsami, Arbeloami, Ancelotti bo'ladimi, boshqacha bo'lib qoladi bu jamoa. Futbolchilarning ko'zi boshqacha yonishni boshlaydi. Motivatsiyasi boshqacha bo'ladi. Подключение deydi-ku, shu o'yinga bog'lanish, yondashuvi umuman boshqacha bo'ladi va kecha amalda shuni ko'rdik. Misol uchun, men birinchi taymning o'zida Real bir ikkita zo'r imkoniyat 2-0 hisob bilan tugatadigan holatida u Trubin birinchi o'yinda gol urib bergan Trubin kecha Rosmanning o'zim nuqtasida o'z ishini yuqori darajada bajarib berdi. Men hatto yozdim ham, bu Trubin Kurtuva bo'lib ketyapti deb. Ikkita juda og'ir, ayniqsa yashirin berilgan zarba bor edi, pastdan.
berkitilgan zarba edi-da. Uni olishi ham, uni sezishi oxirgi lahzada odam sezib qoladi yoki o'tib ketayotganini sezib qoladi. Ko'pincha siz bilan men turganda shunaqa bo'ladi. Lekin Trubin o'shani olib chiqdi. Men kutgandim Realni muvaffaqiyatliroq o'ynashini, ya'ni o'yindan keyin aytayotganim yo'q buni. Ta'kidlaganimdek, kecha o'sha hakamlar bilan seminardan keyin ham hali uchrashuv bo'lishidan oldin so'ralganda ham buni aytib o'tdim. Real bu juftlikdan o'tadi deb va Lissabondagi o'yinda ham Benfica nimadir taqdim etishi mumkindir. Mahalliy muxlislarning kuchi mana shu drive bilan bir keskin futbol namoyish etishi mumkin, lekin baribir Real o'tadi va hatto Lissabonda ham kerakli natija qayd etishi mumkin degan fikrim bor edi. Abror, sizda qanaqa edi? Real birinchi o'yinda o'sha 20 kun oldingi o'yinda Benficadan nima kutishni qisman bilmagan. Hozir chiqishi ham qiyin masala edi Benfica. Shunaqa, o'sha masala bordi bu yerda. Shu uchun boya Dilshod aka aytgandek, u o'yinda sal xotirjamroq yondashgan. Mana kecha Benficadan ta'zirini demaylik, kaltak yegan holatda borgandi. O'sha stadionda qiynaldi o'zi. Benfica u yerda doimo kuchli o'yin ko'rsatadi. Masalan, o'zi qanchalik qiynalganini bilib turib bordi va bu safar yondashuv boshqacha bo'ldi. Real birinchi raqamga intildi, lekin o'shanda ham to'liq dominantlik emas. Ehtiyotkorlik bor edi. O'sha o'yin davomida Mourinho zo'r izohladi o'yinni. Bitta Mbappeni o'zi hal qilib ketdi deb. Endi u bitta Mbappe misolida butun jamoani aytayaptiki, mana shunaqa o'yinchilar nima uchun narxi qimmat, o'yinda torta oladi deyapti. Shu uchun ularning narxi qimmat deyapti. Rostdan shunaqa bo'ldi. Masalan, Benficada jamoaviy tomondan yosh qanaqadir iqtidorli bo'lishi mumkin, lekin baribir Realda xarakterli futbolchilar bor. Endi u Vinicius haqida gapira olmadi. O'zi aslida kecha Vinicius eng xavfli o'yinchilardan biri edi. Faqat gol urgandan tashqarida. Endi uni sal quyushqondan chiqarishdi, shu bilan sal Vinicius cheklangan bo'lishi mumkin. Umumiy ma'noda Vinicius bilan Mbappe boshqa darajada ekanligini ko'rsatdi va Real endi bu liga bosqichi emas, bu bitta xato kechirilmaydigan va 1 yilga yana kutishga olib keladigan bosqich. Shu uchun Real bu bosqichda umuman o'zgaradi, mutlaqo o'zgaradi. Bo'lib ham mana endi qishdan chiqib bahorga yaqinlashayotgan Real rostdan xarakterda bor ekan shu narsa. Masalan, Mbappe o'sha Ancelottilarning comebackli davridagi jamoada bo'lmagan. Lekin u jamoada xuddi o'sha davrda bo'lgandek xarakter ko'rsatyapti. Uni golga xarisligi, uni o'yinda yetakchilikka intilishi. Real kecha haqli tomondan g'alaba qozondi. Benfica kutilgan narsani umuman ko'rsata olmadi. Keyin o'sha 20 kun oldingi o'yinda qanaqadir rostdan mensimaslik xarakteri ham sezilib turgan edi. Yondashuv hozir Dilshod aka aytgandek va himoyadachi 2-1 yoki bo'lmasa 3-2 holatlar ko'p qolib ketgandi. Real futbolchilar, ayniqsa himoyachilar go'yoki yomon o'ynagandek bo'lib qolgan. Aslida u yarim himoya yordam bermaganligidan bo'lgan yoki orqaga ko'pchilik qaytmaganligi oqibatida. Bu safar umuman bunaqa imkon bermadi. Qarshi hujum o'zi tutmoqchi bo'ldi, ko'proq qarshi hujumda, pozitsion hujumda ko'rib Benfica o'zi qarshi hujumda xavfli ekan. Mana shuni ko'rdim, Real bo'ldi o'sha birinchi 20 kun oldingi o'yindan ancha xulosa chiqargan holda bu o'yinda eng asosiysi yutamiz deb bo'lmasa ham nima deydi, yutolmasak ham yutqizmaylik. Shunaqa narsa bo'ldi, shunaqa narsa sezildi. Yutmasak ham yutqizmaylik deb o'yladim. Agar Real dominantlikni to'liq olaman deganda yirikroq hisobga o'ynash mumkin edi. Shu 1-0 ga rozi yoki Duranga ham rozidek ko'rindi ko'p holatda. Shu nima bo'lsa ham shu stadionda eson-omon qaytadi degan narsa sal sezildi. Lekin baribir o'zinikini kutdi. Trubin bo'lmaganda yirikroq hisob ham ko'rardik. Endi asosiy muhokamaga sabab bo'layotgan mavzuga to'xtalsak, o'sha Vinicius bilan Cristiano o'rtasidagi vaziyat, bu ko'pchilik ikkiga bo'linib qoldi-da. O'zi men qanaqa ikkiga bo'linishi mumkin bu holatda bilmayman. Ya'ni kimlardir hali ham Vinicius o'zi aybdor deyotganlar ham bor-da haligacha. Viniciusni qo'shilaman shu fikr. Lekin baribir ming yomon qilgan bo'lsa ham, lekin unaqa haqorat qilish va haqorat qilganda hamchi o'zi bunday olib qolganda Cristiano ham yosh bolalik qildi deb o'ylayman. Qarang. Misol uchun haqorat qilmoqchisan, qanaqadir qo'pol so'z ishlatmoqchisan, bunday qilib gapirsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qo'lni bekitib. U aynan shu hozir yomon gap gapiraman, qarab turinglar deb bunday libosini ko'tardi. Tushunib turibsizmi? Yosh bolalikda endi bu. Aniq hozir o'zini o'zi sotib turibdi. Endi hozir u yo'q unaqa demadim desa ham, yo'q, nima endi u libosingni ko'tarding deydi-da hozir. Misol uchun uni tekshirib chiqadiganlar, diskvalifikatsiya qilmoqchi bo'lganlar. O'zini o'zi sotib turib qildi demoqchiman bu ishini-da. Va irqchilik qilish endi bunday olib qaraganda Viniciusning ojiz nuqtasi bu, nima deydi? Topib olishgan bolevой точкасы deydi-ku, shunaqa.
uchadi baribir o'shanga emotsiyaga beriladi va bo'lib ham buni maydondagi futbolchi qilgani unga ikki hissa tegib ketdi. Endi to'g'ri Vinisiusni o'zi boshladi, borib turib Benfica muxlislarini burchagiga borib turib nishonladi, raqsga tushdi. Bundoq qaraganda muxlislarning yonida ularga hurmatsizlik deb qabul qiladi. Mana shuni aytmoqdaman. Misol uchun men uchun ikkalasi aybdor o'zi. Alohida masalaga yondashganda ikkalasi aybdor. Unisi ham, bunisi ham. Lekin bu narsani nima deydi, qurib turgan somonni ustiga bir cho'ni ko'tarib kelgan men uchun Vinicius. Chunki to'g'ri yosh bolalik qildi bu tomonda ham va xuddi shunaqa kecha men yozdim ham ayrim holatlarda yosh bolaga o'xshaydi dedim. Uni borib hakam oldiga borib xuddi dada oyi qarang meni urishyapti degandek bir kartina shunaqa bo'lib qoldi-da kecha. Lekin nima uchun men misol uchun istalgan klubda shunaqa o'yinchilar bo'ladiki, baribir ming raqib bo'lsa ham hurmat bilan tilga olasiz. Misol uchun Realda Modric, Kroos aytaylik yoki kim Juventusda Pirloni o'ynagan paytini olishingiz mumkin. Barselonada misol uchun Iniesta yoki Busquetsni hamma hurmat qiladi. Har tomonlama raqib. Chunki ular hurmatni saqlashni biladi. Tasavvur qilasizmi hozir Modric va Kroos gol urgandan keyin shu bayroq oldiga borib shunaqa harakatini. Hatto Mbappedan men kutmayman shu narsani. Mbappedan kutmayman yoki Pirlomi boshqa katta to'polonchilar bo'lsin. Bilmadim, Balotelli qaytib kelsa ham, Balotelli ham aynan o'sha muxlislar raqib jamoani muxlislari bir to'da bo'lib turgan joyga borib, u yerga borib, bor o'zingni muxlislaring tomoniga bor, bemalol qilaver. Yoki Madridda urgan shu golni butun stadion seniki bemalol qilaver. Bu boshqa masala, lekin o'ylash kerak nazarimda. Meni fikrim kimgadir singdirmoqchi emasman. Ko'pincha shu podkastlardan keyin hamma unaqa fikr bildirishadi. Bu bizning fikrimiz, subyektiv fikr. Bu Hasandan boshqa Abrorda bor. Meni fikrim shunaqaki, inson bilish kerak. Birinchidan dunyo ko'ryapti. Va bir cho'lponni she'ri borki, xalq qo'zg'alsa kuchi, stadion qo'zg'alib qolsa nima qiladi? Qayerga boradi? Bu g'azabda qo'zg'alib qolsa odam boshqara olmay qoladi o'zini. Stadion begona saniki emas, boshqa joydasan. Bularni inobatga olish kerak va ulg'ayish kerak. Kecha o'sha yozganimdan shunga alohida to'xtalib o'tdimki, uni iqtidoriga shaxsan menda shubha yo'q. Hech kimda shubha yo'q. Mana degan o'lib Barsani oqlaydigan odamlar ham Viniciusni oyog'idagi iqtidorini, u yaratgan bergan iqtidorini baribir tan oladi. Istalgan raqib tan oladi. Lekin xarakter sifatida o'tish kerak inson. Shuni. Xarakter sifatida boshqacharoq bo'lish kerak va siz baribir shuning uchun ham misol uchun yillar o'tgandan keyin Neymar iqtidor, lekin xarakterda Toni Kroos bilan Modric boshqacha ulug'layveradi-da odam. Insoniylik baribir ta'sir qilaveradi-da. Ulg'ayish kerak, rostdan ham ulg'ayish. Xuddi shu hozir bir narsa gapiraman, og'zini yoptirib yosh bolani ishi, bu ham xuddi shunaqa baholayman. Bitta Argentina Braziliya to'qnashuvi ham-da menimcha. Shunaqa bo'ldi. O'z bitta narsa gap bu masalada to'xtaladigan bo'lsa, buni haqoratini oqlamayman, mutlaqo oqlamayman. Inson kim bo'lishidan qat'iy nazar va kimga murojaat qilishidan qat'iy nazar haqorat. U to'g'ridan to'g'rimi yoki sinonimik qator bo'ladi-ku ona tilida. Misol uchun juda qo'polmi, yengilroqmi, men uchun haqorat. U qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar haqorat. Uni hech qanaqasiga oqlamayman, lekin buni yoqishni boshlagan Vinicius deb hisoblayman. O'sha insoniylik haqida odamni baribir ming zo'r talant bo'lsa ham-da, lekin hayotdagi inson sifatidagi holati bo'ladi-yu, o'shanga qarab turib ham baho beriladi-yu. Men Jon Jonsdan misol keltirmoqchi edim. Hamma jangchi sifatida uni ulug'laydi, lekin baribir shu oilasi bilan bo'lgan munosabatlari, ayolni urganligi kim u? Unga UFC afsonada. Men yeroron dunyoda. Shunga kelganda hamma sal to'xtaydi-da, baribir. Misol uchun Habibga kelganda Habib hamma inson sifatida ham ideal, yomon tomonni ko'rsatmaydi va ko'rmaganmiz shu paytgacha gap so'zlarda ham. Jon Jonsda haqiqiy nima deydi, jangchi sifatida umuman hamma tan beradi-da, lekin bu tomoniga kelganda shaxsiy hayot kelganda, men shaxsiy hayot ta'sir qiladi demoqchiman-da. Hozir mana Abror to'g'ri so'z aytdi nazarimda, berkitadi. Har bir shaxsni nazarimda yomon tomoni bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar, menda ham, sizda ham, unda ham bor. Siz bilamizmi? Hammada bor. Lekin o'shani berkita olish bor-da. Kimdir ochiq oydan ko'rsatib tashlaydi, borim shu deb.
nazarimda u ichki holati katta sahnaga chiqdingmi, u sani qo'rg'oning orqada qolish kerak, birovda uni ko'rish kerak emas, mutlaqo shart ham emas, boshqa. Bo'ldi, u orqada qolish kerak. Va Habib uni ham oilasida nimadir mojarosi bordir, xotini bilan urushib qoladigan joyi bordir, bolalarni urushar, boshqa otasiga gap qaytarib qolgandir, boshqadir bo'lishi mumkin, lekin uni ko'rsatmaslik boshqa masala. Futbol YouTube kanalining obunachilari soni salkam 30 mingga yetdi va biz albatta bundan juda ham mamnunmiz. Lekin bizni kuzatib borayotganlar soni bundan ham ko'p. Shunday ekan, bizni kuzatayotganlar albatta obuna tugmasini bosib qo'yishlarini ham iltimos qilib qolamiz. Shuningdek, izohlarda o'z fikrlaringizni, takliflaringizni ham yozib qoldiring. Tezkor gollar sharhi, qiziqarli kontentlar va sharhlovchilar bilan qiziqarli reelslarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Chempionlar Ligasi, Angliya Premyer Ligasi va umuman futbol olamidagi eng qiziqarli markaziy uchrashuvlarni siz Futbol Telegram kanalida o'zbekcha sharh bilan jonli efirda kuzatib borishingiz mumkin. Undan tashqari, eng ishonchli xabarlar Telegram sahifamizda kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. YouTube, Instagram, Telegramda bizni kuzatib boring, chunki u yerda yutuqli konkurslar ham o'ynalmoqda. Siz ham mana shu qimmatbaho sovg'alarning birini yutib olishingiz mumkin. Vinicius bir boshqacha bo'ldi-da. Shunaqa keyin masalan bu yerda o'zi hammani ayb bor, lekin uni provokatsiya qilishdi muxlislardan deb o'ylayman. Ha, mana shunaqa deb o'ylayapman. Viniciuschi ratsizmga qarshi kurashni yuzi bo'lib qolgan. Lekin masalan Sokrates sovrini berilgandi unga, lekin oxirgi yillarda juda oshib ketyapti. Vinini aybi shundaki, u professional bo'lish kerak, yuqoridan qarash kerak, u futbolchi. O'sha muxlislarga yuqoridan qarash kerak. U muxlislar 99% Vinidan boshqa qora tanli inson kelsa, o'sha aytgan narsasiga o'xshasa ham qilmaydi. Ular Vinini o'sha gap bilan tizgindan chiqishini juda yaxshi biladi. Ha, bu yerda masalan boshqa o'yin taqdiriga ta'siri bor bu narsa. Boshqa tomoni bo'lishi mumkin. Abror hozir to'g'ri aytdi. Men uchun Vinicius deyapman-ku, lekin baribir Vinicius qoladi. Ammo sal boshqa rakursdan qaraydigan bo'lsa, o'yin davomida, misol uchun o'sha maydonga yaqinroq nuqtadan qaysidir muxlis uni izdan chiqarishni boshlaganda, muxlislar to'dasi haqorat qilib, hushtak bosgandan keyin gol urgandan keyin borib manasallarga degan bo'lishi ham mumkin. Lekin baribir bunaqasiga olib qaraganda, Abror aytgandek yuqoriroqdan turish kerak. Tamam. O'zi chunki uning bu narsasi misol uchun juda izdan chiqib ketib qolsa, uni huquq tartibot xodimlari ham boshqara olmay qoladi. Boshqalar jabr chekishi. Mana bitta narsa, Vinini chopdi-yu hakamga qarab. Eshitdi-yu burildi-yu. Ratsizm haqidagi protokolni o'rganib chiqdim. Birinchi vazifa eshitgan, u aytgancha Vini bu borada alohida o'qitilgan ham. Voy aytayapman-ku, ratsizmga qarshi u 100 bo'lib qoldi oxirgi yillarda. O'sha sovrinlar berdi. UEFA unga alohida tushuntirishlar bordi. Vinida bir davrlar shunaqa bo'ldi-yu. Protokolni ishga tushirish uchun Vini birinchi bo'lib hakamga aytish kerak. Umuman javob qaytarmasdan hakamga borib aytish kerak. Uni qilgan ishi darhol burilib yugurib hakamga qaragan, xuddi chaqimchini, "O, mana tutdim" deganday bo'ldi-da Vini. Tutdim, ushladim, mana jazola deganday bo'ldi. Hakam protokolda keyin o'yindan keyin qaydnomada alohida ratsizm protokoli bo'yicha ko'rsatgan hakam, men Kristiyaniga sariq ko'rsatmaganim sabab eshitmadim, o'zlaring o'rganib chiqinglar deb UEFAga topshirgan ishni. Vini qanaqadir bir chaqimchilik qilyapti-da. Ana shunisi yarashmayapti. Aytish kerak u. U aytish kerak. O'sha Vinini gapidan keyin ishga tushirildi. O'sha birinchi toifadagi protokolda hakam mana bunaqa ishora berar ekanda, to'xtatar ekan o'yinni. U ishni qildi va Suxandonga murojaat qildi. Suxandon muxlislarni tinchitib berdi. Hamma narsa zo'r bo'lyapti. Bu yerda bitta fonda Vinini sal qanaqadir bir xunukroq harakati chaqimchiga o'xshab qoldi-da. Shunisi bo'lmadi. Bu hamchi kattaroq odamdek gapirmadi, yosh bola arazlagandek bo'ladi. Shunaqa. Aytadi, qarang, mana tutdim, ha, xuddi o'sha. Misol uchun shunaqa holat esimda bor, Umtiti bilan Rudiger bilan bo'lgan. Boradi, hakam misol uchun ulardan kattaroq turib gapirardi-da. Men o'yinni davom ettirmayman. Menga shunaqa yomon munosabat bo'lyapti. Keyin u birdan anaqaga o'tib oldi-da. Vini o'sha narsani jahlda hamma bilan tortishayotgan vaqtda Valverde borib tushuntirgan ekan. Bo'ldi, to'xtatish kerak o'yinni degan ekan Valverde. Chunki u biladi jamoa sardor. Masalan, Valverdeni hakam bilan gaplashganda kimdir e'tibor berdi, kimdir yo'q. Lekin Vini aytmoqchi bo'lgan narsani Valverde chiroyli qilib tushuntirgan. O'shanaqa tushuntirsa Vini, o'sha Rudigerlarga o'xshab og'ir, bosiq holatda tushuntirsa va yuqoridan qarab tursa, Vini super talantda. Unga shu iste'dodiga soya solayotgan narsalar aynan mana shu xarakteri. Boyaga aytilgan ham shunda-da, misol uchun 19-20 yoshli bo'lganda-ku aytsak bo'lardi, iqtidor hali ozgindan keyin, endi bu 19-20 yosh emas-da, bu necha yildan beri o'ynayaptimi, bu shunaqa narsalarni kechib o'tyaptimi, bu ulg'ayish kerak.
ulg'ayib bo'lgan bo'lishi kerak edi aslida. Lekin boyagi holat ham qanaqadir subyektiv qarashda, Abror. Men o'zim aytdim birinchi bo'lib shu xuddi dada oyi qarang meni urishyapti deb borib gapirgandek, arazlagandek qilib Abror tushuntiryapti. Ammo boshqa tomondan kimdir mana shunaqa munosabat qilmasa va bu jazolanmasa davom etaverishi ham borda. Aytish kerak. Chaqimchilik qilishganga o'xshab tuyulyapti. Menga ham shunaqa tuyuldi. Lekin uni aytmasa bu davomiy bo'laveradigan bu holatda. Agar u qattiqroq ko'tarilmasa, jazolanmasa davomiylik bo'lib qoladi. Yo'q, uni sekinroq ohangda aytsa, muxlislar bilan umuman anaqa qilmasa, mana shu vaqt nimagadir umuman bir-biriga zid holat, lekin Ronaldoni Yuventusga o'sha akrobatik usulda urgan goli kelaveradi-da. O'shanda ham Ronaldoni butun stadion yomon ko'rgan. Ronaldoni ko'p gol uradigan jamoalarda yaxshi qabul qilishmaydi-yu, lekin oxirida stadion qarsiga chalgan Ronaldo qo'lini ko'ksiga qo'yib turgan. Bu respekt-da umuman. Vini ham masalan umuman e'tibor bermasa, o'sha burchakka borgani uchun men o'xshatyapman. Masalan, o'sha katta futbolchi Vini o'zidan kattalarga bunday bir qarasa, Messi, Ronaldo qanaqa o'zini tutadi muxlislarning oldida. Shuni aytmoqchi edim o'zim mana. Misol uchun Ronaldo ham klassikolarda o'ynaganda kalma-kalmadir-yu. Misol uchun muxlislar oldiga borib turib qilmasdi-da, lekin stadionni o'shalarga qaratilganini bilardi odam. Yo bo'lmasa Messinikini ham o'sha hamma Santiago Bernabeuda libosni ko'targan edi-yu, o'shanda ham muxlisi majbur qilgan. Muxlisi o'yin davomida to'liq uni o'sha pakana deyishgan, hamma haqoratlar har xildan bo'lgan. Oxir majbur bo'lgandan keyin ularga borib libosini ko'targan. Bunday olib qaraganda ularniki sal kattaroq shaxs sifatida anaqa qilinganda, Viniciusga yosh bola deb bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun ham sal boshqacha qabul qilishyapti. Ham raqsga tushgani o'sha siz aytganingizdek kerosин sepgandek bo'ldida muxlisaga. Atamendi bilan anaqa munosabati ham masalan. Atamendiniki ham yosh bolalik bo'ldi. To'g'risi Atamendi terma jamoa bilan jahon chempionatida Argentina, Braziliya bu yerda aytayapman, o'sha davlatlar darajasiga o'tib ketishdi bular. Jahon chempionatida yutgan nima deylar? Ko'rdingizmi o'sha tatuirovkasini ko'rsatyapti-da. Chempionlar ligasini yutganmadim, Vinicius ham ko'rsatish mumkin. Bunday olib qarasada. Yo'q, o'zi Vinicius aytgan-ki, menda ikkita Chempionlar ligasi bor degan. U Viniciusni hammaga aytadigan gap bor. Saulga aytgan bu narsani, Kokega aytgan. Ikkita Chempionlar ligasiz u ochib jahon chempionatining kubogini ko'rsatdi. Bu endi ana o'zi muxlislardan shunisidan nolimiz-ku, bu charxpali aylanaveradi-yu. Misol uchun Barsachilar bizda treble bor, Realchilar bizda 15 ta kubok bor deydi. Endi futbolchilar shu ishni qilib tursa endi qanaqada kulgili-da. O'zi shuni to'xtamasdan odam ovora bo'lib turgan paytda futbolchilar o'zi shunaqa o'tiribdi-da, endi qiziq. Mbappe ham aralashdi keyin Atamendi bilan. Bu ham o'jalashni boshladi. Lekin men bitta narsa Mbappega qoldim ancha katta futbolchi ekanligini ko'rsatib qo'ygan ham. Boya aytdimmi? Mbappeda ham ko'rinmaydi bu narsa. Mbappeda ham ko'rinmaydi. Keyin u Kristiyaniga ham aytdi-yu, sen rasistsan deb gapirdi-yu. Yo'q, cheklash kerak o'sha. Qarang, o'sha intervyusini tarjima ham qildim-da, shunaqa gapirib beryapti. Bu yerda 70 ming muxlis bor dedi. Jamoaning murabbiyi bor, Real afsonasi dedi u. Hammasiga hurmatim bor dedi, lekin aynan bitta shaxs dedi, baribir jazolanish kerak. Men qolgan hammaga hurmatim bor dedi, lekin o'sha irqchilik qilgan odam o'zi qanaqa irqchilik qildi, nima qildi, o'shanisi aniq konkret gapirilishi kerak edi. Ya'ni umumiy 3-4 marta irqchilik qilib, misol uchun o'sha qo'pol qilgan maymun deb gapirdi emasdi, 5 marta aytdi. Men yonida turdim, 5 marta maymun deb gapirdi. Va qolgan hech kim aloqasi yo'q. O'shani o'zi jazolanish kerak bo'ldi, deyapti. Ya'ni qanaqadir muxlislarni adekvat yondashuvdi. Anaqa qilmayapti-da, nima deydi, umumiy boshqalarga tegadigan gap qilmayapti. Asosiy aybdor mana shu odamni o'zi jazolanish kerak bo'ldi. Harakatda ham men o'z 2-3 mavsum oldimda o'sha Realga keladi, kelmaydi, Nosir Al-Xilayfi bilan PSJda qoladi, qolmaydi. Keyin esingizda bo'lsa, Fransiya terma jamoasida uni ta'siri degan menga g'alati tuyuldi. Bunaqa bo'lish kerak emas degan narsa. Lekin kechagi jarayonni kuzatib turib, Mbappe ham ancha ulg'ayganligi ko'rinadi. Misol uchun Viniciusning o'zini tutishi va Mbappe og'ir vaznligi bor-da. Vinicius endi kelganda edi, Mbappe anchadan beri o'ynayverganda edi. Teskarisi og'ir vaznligi bilan boryapti, gaplashyapti, qochayotgani yo'q. Burchakka berkinib olayotgani yo'q, lekin gaplashayotganda og'irligi bor, vaznligi bor. Toshtarosi bir boshqacha futbolchiligini ular ham sezib turibdi va buni u ham his qilyapti. Bu yaqqol sezilib turdi. O'zi boshqacha bir taassurot paydo bo'lib qolganda, Mbappe PSJda o'ynay bilgan paytda PSJning egasiga aylanib qoldi, injiqlik qilyapti. Lekin men o'sha bitta intervyularni tarjima qilyapman. Xushtakbozlik bo'lganda-yu, Santiago Bernabeuda.
Yo'q, Santiago Bernabeuda shartnoma imzolamasdan yo'q, unda emas. Mana bunda Arbel anaqa Alonso ketganda butun stadion xushtayozi qildi o'shanda. Yaqindagisida. O'shanda bitta Mbappega, Kurtuaga xushtayozi bo'lmadi. Valverde egamadi. Ikkita futbolchiga bo'lmadi. Xushtayozi bo'lmadi. O'sha paytda matbuot anjumanida Mbappe qatnashdi. Xushtayozi bo'ladigan bo'lsa, hammamizga bo'lsin dedi. Alohida ajratmalaring dedi. Hozir natijaga hammamiz mas'uliyatlimiz. Ya'ni xushtayozi bo'lmagan futbolchi bo'lib turib gapiryapti va shunaqangi cho't nima deydi, ruscha aytibordimi? Aniq o'zini fikrini va nima desa bo'ladi uni. Keyin nima bo'lishi, qanaqa ta'sir qiladi gapim. O'sha narsani hammasini hisob-kitobini olib turib gapiryapti. Juda aqlli gapirayotganligi shuni ko'rib turibdi. Ancha ulg'ayganligini men o'shanda sezdim-da. Ya'ni ham jamoani ham xafa qildirib qo'ymayapti, lekin muxlisaga ham. Mana o'zim muxlis bo'lganman. O'zim xushlik chalganman. Yomon o'ynagan payt xushlik chaladi. Men ularni tushunaman dedi. Lekin xushlik chalmasa hammaga chalinglar. Nimaga aynan men bilan o'sha Kurtuaga ham kimgadir chalmayapsizlar? Chalsanglar hammaga chalinglar. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa shu tarafiga qoyil qoldim-da. Ya'ni shaxs sifatida ham ancha ulg'ayibdi dedim o'sha payt Mbappe. Va kechagi intervyusida ham ko'rinib turibdi-da. Ya'ni qolgan hech kimga men anaqam yo'q, husumatim yo'q, lekin o'sha jazolanish kerak bo'lgan odam shu. Bernabeuga kelmasi kerak. Chempionlar Ligasini hamma mazah qilib ko'radi. Shuncha kameralar bor dedi. Shuncha kameralar dedi, nahotki uni aniqlolmaydi, nima deganini deyapti-da. Hozir jazosi qolib ketadimi shundan keyin ham deyapti. Va unda futboldagi o'sha madaniyat anaqa nima deydi uni hammamiz yaxshi ko'radigan Chempionlar Ligasini hurmati qayerda qoladi deyapti. Gapini zo'r gapirganda, qisqasini aytganda. Va qisqasini aytganda shunaqa. Endi bir haftadan keyin Bernabeuga menimcha Cristiano katta ehtimol bilan kelmasa kerak, chunki baribir ko'rib chiqadi. Borsa lekin o'yna olmaydi. U Bernabeu bosmosida qoldi. Lekin Cristiano o'sha 20 kun oldingi o'yinda yondirib tashlagan. Hali bu o'rganib chiqiladi. Hali o'rganib chiqiladi. Agar Bernabeudagi o'yingacha u shu ishni qilgani tasdiqlansa, u nafaqat bitta ikkita o'yin, ancha uzoqqa jazolanadi. Uni qat'iy cheklovlar bor. UEFA aniq konkret yo'li bor. UEFAda ham, FIFAda ham aniq ko'rsatilgan talablar bor. Rasizmga juda qat'iy qaraydi ular. Hali umuman Benfica'ni ham bitta ikkita o'yinni o'tkazib olish mumkin o'zi. O'zi lekin o'sha 20 kun oldingi o'yinda Cristiano bu yoqda keyin familiyasi juda ham qiyin bo'lgan. Hozir ismi chiqib qoldi. Sheldrup. Ikkala zo'r o'ynagan. Sheldrup ikkala zo'r o'ynagan. Gol ham urgandi. Ha. Va hozir bu ham bitta yo'qotish bo'ladi deb o'ylayman. Benfica'da shundoq ham jarohatlar bilan kelganda yo'qotishlar 4-5 ta futbolchi yo'q edi va yana qo'shimcha bonus bo'lib beradi bu. Keyin Cristiano shu yakunini aytib qo'yaylik. Cristiano intervyu bergan. Ular meni umuman boshqacha tushundi, noto'g'ri tushundi. Men umuman bu narsani aytmoqchi emasdim degan. Chinmi yolg'on. Endi uni oqlaydigan narsasi labi ko'rinmagan. Yo'q, lekin uni Vinicius borib hakamga aytgandan keyin yuzi sotib turibdi. Ko'rdingizmi o'sha joyda keyin videolari chiqib ketdi. Lekin yosh bolalik qildi. Qo'rqib qoldi. Nima qilib qo'yganini keyin tushundi-da, keyin o'zini. Chunki Mbappe o'zini ham aytdi-da, mana o'sha hakamga murojaat qilganimizdan keyin yuzini ko'raylik hech bo'lmasa degan. O'sha intervyusda ham aytgan. O'shandan keyin nima qilib qo'yganligini tushunganligi Cristiano sal kechroq anglaganligini ko'rsa bo'ladi. Mayli, endi bu yog'i ko'ramiz, hakamlarga bog'liq. Shu o'rganib chiqishadi. Qolgan o'yinlarga ham to'xtalsak, kechagi yonib ketgan o'yinlardan bittasi bu Galatasaray Juventus o'yini bo'ldi. Menimcha bu yerda hammasi go'yoki silliq ketayotgandi turinliklar uchun, lekin keyin bu yog'iga oyoq osmondan olib ketdi o'yinni. Birinchi taymda 2-1 hisobida comeback bilan yutib turgan va go'yoki baribir ustunroq amadi. Endi to'g'ri Galatasaray ham zo'r o'ynayotgan, tengma-teng deyarli o'yin bo'layotgan, lekin keyin bu yog'iga 5 ta gol o'tkazib borishi ko'pchilik uchun kutilmagan natija bo'ldi. Mana shu o'yin haqida ham to'xtalsak, Inter bilan o'yindan keyin endi bu yog'iga Galatasaray bilan uchrashuvdagi mag'lubiyat ikki hissa menimcha hozir og'riqli bo'layapti. Murabbiy almashadi? Endi murabbiy almashmasa kerak, baribir qizil kartochka noto'g'ri hamdir deyman. Qizil kartochkani baribir roli katta bo'ldi. Shu Kabalni qizil kartochkasi bo'lmaganda menimcha hisob bunchalik yiriklashib ketmasdi. Hisob yiriklashmasdi-yu, lekin bugungi kunda meni fikrim Galatasaraydan Juventus o'tadi deb o'ylamas edim. To'g'risi kecha o'yin davomida o'zimda kanalda yozib o'tirdim. Hisob 2-2 bo'lgandan keyin qanaqadir ishonchim bor edi. Hozir Galatasaray 3-sini ham uradi. Urgandan keyin 4-sini ham uradi dedim va aytaman, yozib o'tirdim. Balkim 4-2 ham oxir emasdir deb. Chunki o'tda shunaqa bo'ldi, Okamburuk qarabdi, yaralanib, pachag'i chiqib bo'ldi Juventusni va tushayotgan o'yinchilarda ham farq bor. Openda tushyapti, bu yoqda Icardi tushyapti. Icardi oxirgi turda 3 ta gol urdi. Eyüp Sporga qarshi o'yinda 3 ta gol urdi, 5-1 yutganida
tushirayotgan o'yinchilarda ham farq bor-da. Hozirgi Galatasarayning saviyasi men uchun Juventusdan yuqoriroq edi. Bu g'alatiroq tuyulishi mumkin, g'alatiroq eshitilishi mumkin. Misol uchun men Juventusga qarshilik joyim yo'q. Agar Juventus muxlislari hozir yomon ko'radigan bo'lsa, lekin men xohlardim avvalgi Juventus qaytishini. Juda ham xohlardim. Mavsum boshida esingizda bo'lsa, ikkinchimi, uchinchi turda Italiya seriyasida Inter tur yutgan edi. O'shandan oldinmi yo keyinmi Borussiya bilan 4-4 o'ynadi. Juventus to'g'risida boshqacharoq gaplar chiqishni boshladi. O'zimiz ham qaytada podkastda qatnashganimizda Juventus o'zgardimi? 4 tala gol urdi. Undan ko'ra 2-1 yutib, tish tirnog'i bilan yulib oladigan Juventus muxlislariga yoqimliroq. U bar futbolchilarning hissasi bilan bo'layotgandi, ko'proq murabbiy imzosi bilan bo'lmayotgandi. Yo'q, hozir endi Juventus o'zi men bilgan, men bolaligimdan ko'rgan Juventus shunaqa jamoa edi. Hech bir o'yinida misol uchun Barselona zo'r davr bo'ladi-ku, Xavi, Iniesta, Messi o'ynagan yoki Neymar, Suarez, Messi o'ynagan davr yoki mana bu yerda Ronaldo, Bale, Benzema o'ynagan paytda kimgadir qarshi o'ynaydi. Shartli ravishda u Mallorca bo'lsin, Alaves bo'lsin, Ispaniya chempionatida kutasiz-da, 4 ta 5 ta gol farqini kutasiz. Bu yerda gigant o'yinchilar turibdi, kutasiz. 3 ta gol u shunaqa qilib ham yiliga Ronaldo nechta gol urib tashardi, Messi nechta gol urib tashardi. Bu real holatda oldindan kutiladigan narsa. Juventus shularni yutishi mumkin edi. O'sha Realni ham, o'sha Barsani ham yutishi mumkin edi, lekin Italiya chempionatida farqi yo'q. Brescia bilan o'ynaydimi, Cagliari bilan o'ynadimi, 2-1, 1-0 shunaqa yutib yuradigan jamoa edi. Unaqa yirik hisobga oshiqadigan jamoa emas edi. Uslubi shunaqa edi va Italiya futboli shunaqa edi o'zi aslida. Hozir bilmadim, nazarimda Italiya futbolida keskin ravishda o'ylab ko'rish kerak bu narsani. Zamon o'zgardi va Italiya jahon futboliga moslashishga harakat qildi. Esingizda bo'lsa, 12-yilgi Yevropa chempionatida Ispaniya Italiya 4-0 bo'lgan-ku. Finalda Italiya ispancha o'ynamoqchi bo'lgan. O'sha uslub, o'sha modani jahon futboliga olib kirgan mamlakatga qarshi shunaqa o'ynashga harakat qildi. 4 ta gol tarsaki yedi. Ularchalar o'yna olmas edi baribir. Lekin Italiya o'zini uslubi yo'qolishni boshladi. Yo'qolib ketdi. Gasperinilar, Sarrilar kelgandan keyin ko'p o'zgarib ketib qoldi. Nazarimda bunday ham emas gap. Nazarimda himoyada titan bo'lib o'ynaydigan chiqmay qo'ydi. Chiqmay qo'ydi. Oxirgisi hamma jamoada bo'lardi. Zo'r. Oxirgisi Kellini bilan Bonucci. Italiya terma jamoasida ham yo'qdi. Hozir shunaqa himoya. Yo'q, mana istalgan mana 90-yillar va sal Acherbilar tortish mumkin, lekin u ham unaqa katta emas. Ular boshqa. Acherbi deyman, Bastoni, yoshlardan. Unga ham qo'shilib boshqa nomda baribir. Unga ham qo'shilmayman. Misol uchun aytaylik 90-yillar va 2000-yillarni o'rtalari 2010-yilgacha davr olib qaraydigan bo'lsak, Milanni olaylik, Interni olaylik, Juventus olaylik va boshqa istalgan klubda himoyada baquvvat, endi jismonan bo'lmasa ham himoyachi nuqtai nazardan italiyalik himoyachi bo'lardi. Misol uchun Juventusda Kellini, Bonucci, undan oldingi davrda Cannavaro o'ynardi, Mark Giuliano, Ciro Ferrari degan o'yinchilar bo'lardi. Bu yoqda Maldini, Iniestalar. U dunyo futbolining eng zo'rlari-da bular. Himoyachilar bo'lardi. Hozir istalgan Italiya klubini olib qarasangiz, titan himoyachisi yo'q. O'rtada turganlar boshqa mamlakat vakillari bu. Inter Akanji turibdi. Misol uchun Juventusda Bremer asosiy. Bremer turibdi. Yo'q italiyalik yo'q u yerda. Cambiaso chapda o'ynayapti, bo'ldi. Yo'q unaqa. Ya'ni avlod Gasperini yoki Sarrini avlodi uslubi bilan boshqa narsa olib kirgandir. Ammo yangi avlod kelayotganda yo'q. Va o'sha o'tgan gal ham aytib o'tgandim-ku. Del Piero'ning gapi aylanaveradi menda. Aylanganda nima uchun aylanadi? Bizda bu an'ana madaniyat edi. Futbol madaniyati himoyani ustiga qurilgan edi Italiyada. Hujumchi bo'lib turib Del Piero yetardi. Biz qon-qonimizga singan edi bu narsa. Va o'sha himoyachilar hozir o'ynaydigan bo'lsa, o'yinning birinchi taym yarmidan qizil olib chiqib ketadi. Uslub boshqacharoq edi u. Bugungi kundagi mana bunaqa tezkorlik
Zakardomi kelganda Toshkentga kelganlar orasida men o'zim so'raganman, Zakardodan so'ramadim. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq Katanis bilan gaplashganimda ham aytuvdi. Ijtimoiy tarmoq avlodni o'zgartirib yubordi. Avlodni o'zgartirib Yamanni tanqid qildik, butun dunyo bo'ylab tanqid qildik. Nimalar keyin o'zimiz darhol tutib oldik-ku. Ijtimoiy tarmoq bolalarni ajratib qo'ydi qanaqadir. Yangi bir avlod kirib kelgandan keyin bolaligimizda ko'chaga chiqib o'ynardik. Hozirgi bolalar o'zimizda ham shunaqa. Telefon ber, televizor yoqib ber, YouTube ko'lab qo'y, bo'ldi, o'tiraveradi. Bizni ko'chadan olib kelish qiyin edi. Shu savolni esladim. Ko'chadan olib kelish qiyin edi va Zakardo aytdiki, butun Yevropada bor bu narsa dedi. Italiyada boshqalardan ko'ra chuqurlashib ketdi bu. Bolalarni futbol maktablariga, akademiyalarga olib kirish qiyinlashib ketdi. Endi La Masiyada an'ana bordi va u yerda shakllangan narsa bor. Italiyadan oxirgi paytda chiqayotgan bironta iqtidor yo'q-da. Qaysi hujumchisi oltin to'p uchun yoki qaysi himoyachisi oltin to'p uchun kurasha oladi? Oxirgisi Immobile bo'ldi menimcha. Sal. Yo'q-da. Immobile ham oltin butsi uchun talashdi, anaqa bilan Lewandowski bilan talashib yurdi. Yo'q, o'sha pichoq qilinadigan oxirgisi demoqchiman. Yo'q, unaqasi yo'q. Kiezalardan ko'p narsa kutiluvdi, ko'rdik mana hozir zaxira futbolchi bo'lib qoldi. Endi mana shularning hammasi bitta bo'lib, butun Italiya futboliga ham terma jamoa ta'sir qilyapti, ham Juventus ham xuddi shunaqa ahvolda bo'lib turibdi. Inter nisbatan yaxshiroq, nisbatan, lekin Milan ham boshqa holatda. Va bularning hammasidan kelib chiqqan holda Galatasaray kecha o'yin boshlanishidan oldin men uchun favorit edi. Hozirgi Juventus holati na tarkib nuqtai nazaridan, na boshqa nuqtai nazardan Chempionlar Ligasi Italiyada rostmana o'rni shu hozir. Juventus mavsum boshida o'tgan mavsum ham, bu mavsum ham men uchun keyingi mavsum ham nazarimda shunaqa bo'lib turadi. Agar undan keyingilari ham bo'lmasa, A seriyada chempionlik uchun kurashadigan jamoa emas, potensiali yetmaydi. Men shunaqa deb ko'raman Juventusda. U Inter yoki Napoli bo'lib turishi mumkin. Milan ham, lekin mana shulardan keyin hozir rostmana joyi shu. Bilasizmi, bo'ladi-ku, o'rta miyoni va yuqori jamoalarning o'rtasida yuradiganlar bo'ladi-ku. Bir payt Lazio, Romalar shunaqa. Shunaqaroq. O daraja shunaqa bo'lib turibdi. Hozir Lazio, Roma, Atalanta, Juventus to'rttalikka kirib, 4-o'ringa kirish uchun kurashyapti. Va bunaqa jamoa Asimxenli o'ynab yurgan jamoaga qarshi ana kecha Lloyd Kelly bilan Bremer turibdimi o'rtada himoyada. U ham jarohat oldi, Bremer ham. Ha, jarohat olib chiqib ketdi. Bremer bilan Lloyd Kellyga kuni qolganda Juventus an'analar davomida kimlarni bilan o'ynagan jamoa va Lloyd Kelly nahotki tushunmayapti. Asimxen bu Galatasaray Turkiya chempionatida o'ynayotgan Asimxen emas, u muhit yoqib qo'ygan va istalgan jamoa olmoqchi bo'lgan Asimxen edi u. Asimxen kelayotganlar aldashga harakat qiladimi? U Kellinimi yoki Banucci bo'lganda edi, u yeb qo'yardi, tishlab tortib olardi, yo'q bo'lmasam vaziyatni keskinlashtirib o'tirmay tezroq deb qaqadir tepib boradi. U birinchi bitta golda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Asimxen kecha gol urmadi, menimcha urmadi. Urmadi, lekin men uchun eng zo'r o'yinchi Asimxen. Shunaqa bo'ldi. Kecha o'sha Kellidan koptoni olib qo'yganda ham yana pressing hammasi Asimxen bilan. Yana qaysi golda? 4-mi, 5-golda? 4-golda oxiriga chiqdi. Pressing bilan bordi, Kelli dovdirabdi, talashdi, tep bor undan ko'ra. Men o'shaning uchun aytuvdim, yozilgan, agar birov hozir o'yindan keyin gapirib o'tirgan bo'lsa, o'yin paytida yozishni boshladim. 3-2 bu hammasiga o'xshamayapti dedim. 4-2 bu ham hammasi emas dedim. Va to'g'ri qilyapti. Okamburok shunaqa to'g'ri qildiki, raqib umuman javob o'yinigacha hech narsa qoldirmasdi. Paralizovanniy bo'lib qoladi-ku. Shunaqa holatda ruscha qilib aytganda jangda dabivat qiladi-ku, shunaqa qildi. Qilish kerak edi, Turinda qoldirish kerak emas edi bu savolni. Olib tashladi savolni. Men uchun olib tashladi. O'zi Italiya futbolida baribir inqiroz yo'layman. Bu ham moliyaviy hamda. Katta transferlar ham qilolmay qoldi-da klub. Shunaqa Italiya futbolida Inter boshqa masala. Inter juda zo'r yurayapti loyihasi. Yana birinchi o'ringa chiqib olgan, lekin o'z umuman qolgan klublarga olib qaralsa Italiya futbolida inqirozda. Masalan, Milan ham oldingidek kuchli tarkib emasda. Modric bor va Modric har safar eng yaxshi o'yinchi bo'ladi. 40 yoshdan o'tgan o'yinchi-da. Eng yaxshi o'yinchi bo'lib yuradi. Demak, tarkibda sayozlik bor-da. Kecha o'yindan oldin Spalletti aytganda, bu shunaqa joyki Galatasarayda stadion. U yerda hamma kamchiliging ko'rinadi. Ya'ni xuddi yop-yorug' sahnaga chiqqanday bo'lasan, u sahnada hech narsani yashira olmaysan. Rostdan o'yin shunaqa. O'yindan oldin aytgan gapi hammasi bo'ldi. Ya'ni o'sha Liverpoolni yutgandiyu bular.
Salah aytgandi, men eshitmaganman. Bunisi Enfielddan kelgan bolalarda o'yinchilar. Men eshitmaganman bunaqa hayqiriqlarni, bunaqa muhitga tushmaganman deb Salah tan olgandi. Va kecha mana shu narsani o'zi bitta kuchli zarba bo'ldi. O'yin boshidan shunaqa zarba bo'ldi. Yuventusga sal o'ziga kelayotganda men hayron qolgandim. To'g'risi men ham ishonmagandim Yuventusga. 2-1 bo'lganda hayron qoldim. Demak, bor ekan saviya deb turganim. Ikkinchi taym umuman boshqacha bo'ldi. Galatasaray bu Turkiya chempionatidagi shunchaki oddiy jamoa emas. U tarkib tomonidan ham kuchli. Qaytamiga Turkiya chempionati unga mashg'ulot bo'lib yurgandek tuyuladi. Tarkib o'ta kuchli. Tarreralar masalan, hamma mehnatkash futbolchilar, Sanelar, hammasi yuribdi-da u yerda. Shuning uchun kutilgan narsa bo'ldi. Qizil ko'pchilik aytish mumkin, qizil bo'ldi, izdan chiqib ketdi deb. Qizil bo'lmagan taqdirda ham menimcha 2 gol farqi bilan baribir Galatasaray yutardi va yana bir narsani esladim kecha, yozganimda ham bor edi. Bu Atletikoga Ronaldo o'ynab yurgan davrda Atletikoga 0-2 yutqizib qo'yib, javobida 3-0 yutadigan Yuventus emas bu. Mutlaqo unaqa narsa yo'q. Bu xarakterda ham yo'q. Bu an'analar hozirgi tarkibda an'ana degan narsa bitta Locatelli'da bo'lishi mumkin. O'shalarni ko'rganligi uchun, ammo u ham Locatelli ham asli Yuventusdan chiqqan bola emas u. U Sassuolodan olib kelingan, Sassuolodan olib kelingan. Faqat necha yildan beri o'ynayotganligi uchun sardorlik bog'ichi bunda. Birontasi Yuventusda an'ana degan narsani bunaqa tushunmasa kerak. Misol uchun 2 kun oldin Weston McKennie bilan shartnomani uzaytirish borasida kelishyapti. Ikki tomon xohlayapti, narxiga kelisha olmayapti. Ya'ni 2,5 milliondan 3 milliongacha olar ekan, bonuslardan kelib chiqar ekanda. Maosh shunaqa ekan, 2 hissa oshirishni xohlayotgan ekan McKennie. Klub oshirib beraman, lekin unchalik emas. Endi tasavvur qilib ko'ringlar, McKennie uchun tish tirnoq bilan harakat qilyapti. McKennie yaxshi o'yinchi, lekin top daraja emas-ku. Hozir McKennie qizi Spallettini eng yaxshi futbolchi bo'lib qolgandi. Kecha 9 yil. Kecha hujumchiga tushir. Kim o'ynayapti? Jonathan David. Hech bo'lmasa Kolumani'ni amallab olib qolishganda ham boshqa gap edi-da. U ya'ni aytayapman, bu yerda Icardi tushyapti, bu yerda Openda tushyapti. Asosiy tarkibdan mutlaqo joy topa olmayotgan Openda tushyapti-da. Icardi asosiy tarkibda gol urgan o'yinchi va u juda katta nom. Va shuning uchun aytayapman, qizil bo'lmagan taqdirda ham qizilni ham o'sha nima deydi, sarig'i bor o'yinchi qizilga olib borishdi. Qizilga ham o'zlari Galatasaray zo'r o'ynagani uchun o'z-o'zidan kelib chiqmadi-ku o'sha qizil. Bitta o'yinchini 2 marta sariq o'tirg'izib qo'yishdi, ya'ni Galatasaray bolalari. Atayin ham qiladi-da shu narsaga. Va o'sha epizodni yutqizib ham qo'ydi-da. Barshiyami kim edi o'sha bola? O'sha qizilga olib borgan bola. Ismi yo'q. Qo'shimcha boyagi rus tilida dabavka deydi. Qilaveryapti, o'sha qanotga bosyapti-da, majburlayapti, qoida buzishga majburlayapti. Locatelli ham qancha qiynalib qoldi o'rtada. Ancha yiqilib, tashlanadi, qo'pollik ishlatadi. Chunki Galatasaray juda tez bosim qilyapti, Yuventus o'ynay olmayapti. Qizilgacha ham o'zi hamma narsa hal bo'lgani menimcha. O'z bir tarafdan Galatasaray shunaqa nima deydi, yorqin o'yin ko'rsatib keyingi bosqichga chiqishi ham bir tarafdan yaxshi, ya'ni Yuventus muxlislariga albatta yoqmasligi mumkin. Gapim Galatasaray yoki umuman Turkiya jamoalari yo'q bo'lib ketganda, oxirgi marta o'sha Drogba davrlarida sal raqobatlasha oladigan top klublar bilan raqobatlasha oladigan. O'sha davrdagi Galatasarayga ancha yaqinlashgan Galatasaray ko'ryapmiz menimcha. Endi to'g'ri, o'zi aslida kelajak uchun gapirish yaxshi emas, lekin nazarimda Galatasaray chiqib bo'ladi va kimga qarshi duch kelishi mumkin edi? Setkani aniq esimda. Setkasi meni ham esimda yo'q, lekin bosh og'rig'i, ancha-muncha bosh og'rig'i bo'ladi bu jamoa. Xohlagan raqibga, u Barsa bo'lsin, PSG bo'lsin, Real bo'lsin, City bo'lsin, kimga bo'lishi qat'iy nazar. APL klubi bilan edi. Arsenal bo'lsa ham yaxshigina bosh og'rig'i bo'ladi va o'sha aytganimdek muammo faqat qizilda emas. Bundan tashqari derbida Italiyada Inter bilan Juventus o'yinidagi qizil tamomila boshqa masala. Bu boshqa masala. Kecha u yerda qizil ta'sir o'tkazdi. U yerda rostdan ham Juventus izdan chiqarib bordi. Agar o'sha qizil bo'lmaganda balkim boshqacharoq bo'lishi mumkin edi va Juventus Interdan yaxshiroq o'ynayotgandi. Milandagi uchrashuvda faolroq edi, aktivroq edi, hujumda sal agressiya bilan o'ynayotgandi, bosim bilan harakat qilayotgandi-da, ahmoqona bo'ldi. Balkim bu narsani ham kecha hakamlar bilan seminarda ham aytib o'tdim, bu narsani qarab chiqish kerakdir. Hakam sariq qaralashmaydi-ku. Lekin u yerda
ikkinchi sariq bilan mutlaqo keraksiz joyda Bastoni zo'r ishlab berdi. Bastonini keyin uyiga ham, rosa o'ziga ham, hakamni o'ziga ham bosim bo'libdi. O'ldirib ketish bilan tahdid. Shu ijtimoiy tarmoqda endi tahdid ko'pchilik jazibaga tushgandan keyin yozib tashlaydi-yu, bundoq qilaman, bundoq qilaman. O'zimiz ham duch kelamiz, qaysidir jamoani muxlisi yutqizib qo'ysa, jamoasi bizga ham gapirib o'tirishadi-ku. Lekin baribir u joyda ko'rdinglarmi o'zi nima bo'lgani o'shani? Ha, u Bastonini nishonlagani ko'pchilik muxlislarga yoqmadi-da, ikkinchi sariq. Nishonlash bo'ldi bu yerda. U yerda oyog'i ham tegmagan-da. Kaluluni oyog'i tegmagan. Men o'shanda sharhda edim, sharh paytida aytdim, bu hakamlik o'yindan keyin ancha bahs munozarani keltirib chiqadi. Chunki bundoq qo'l barmoq tegdimi, tegmadimi tortib oldi. Lekin ikkinchi taymning oxirog'ida Makkeni jarima maydoniga kirib borganda tirsak bilan harakat bo'ldi. Inter o'yinchisi kim edi eslolmayman. Makkeni yiqildi. Aslida u penalti bermagan ma'qulroq bo'lgan holat. Lekin sen bundoq tekkanga oyoqlar chalishmagan boshqa men bundoq tekkaniga berganingdan keyin menga berish kerak edi. Ya'ni belidanmi kuragi tomondan kelib itardi, turibdi, yiqildi va yana bitta jarima beradigan joyda bermadi. U yerda ham qo'polroq bo'lgan holatda bermadi. Bunga bergandan keyin bunga berish kerak edi. Lekin bermadi. Va bu narsa nomutanosiblikni keltirib chiqarib aytgandim, shu narsa ertaga ancha bosh og'riq bo'ladi. Bir vaqtlarda derbi Italiyada doim bitta o'yin masalani, shu chempion masalasini hal qiladigan o'yinlarda qanaqadir hakamlik borasida muammolar bo'lardi, ko'pincha Juventus foydasiga bo'lib qolardi. O'sha paytlardagi davrlarni ko'rgan muxlislar yana bitta qo'zg'alishdida hozir ham o'sha o'yindan keyin. Lekin Marotta zo'r gapiribdi. BP Marotta ishlagan-ku Juventusda. Biladi-yu ipidan ignasigacha. Misol uchun o'yinchilar o'zgarib ketgan taqdirda ham yaqin o'tmishda ishlagan. U tan olgan, Bastoni to'g'ri, noto'g'ri bo'ldi. Qizil noto'g'ri edi ikkinchi sariq bilan. Lekin 2021-yil Juan Cuadrado ham xuddi shunaqa Interga qarshi o'yinda shunaqa ishlab bergan, boshqa bo'lgan. Va Juventus shu bilan Chempionlar Ligasiga chiqqanda 50 million 60 million pul ishlagan. Bir tomondan to'g'ri aytayapti-da, ana Marotta ham Bastoni noto'g'ri qildi deb aytadi, lekin inson hamma yanishadi, xato qiladi va uni juda ko'mib tashlash noto'g'ri. Bu sal chetdan turib adekvatroq bo'lib, endi to'g'ri bu yoqda rahbarligi ham bor, lekin rahbar bo'lmagan taqdirda ham menimcha gapi to'g'ri u yerda. Ya'ni Kelini bilan Banuchidan chiqqanda nazarimda kichkina bir epizodni yutib chiqish ham gol urgandek quvonish, keyin boshqalarga yuqdi. Adashmasam Kelini bilan Banuchida chiqqan bu narsa va Italiya futbolida deyarli hammaga yuqdi. Va o'sha holatda Bastoni nazarimda tuzoqqa tushirmoqchi bo'ldimi, bo'lmadimi bilmayman. Men Bastoni ayyor o'yinchi deb hisoblamayman, lekin hakam kelayotganini ko'rdi Bastoni. Cho'ntagidan olayotganda sarig'i borligini bilardi. Shundan xursand bo'lib ketdi adashmasam. Men uni tushirdim shu sariqqa degan narsada emas, ketdi bizning ishimiz yengillashadi degan ma'noda men shunaqaroq qabul qildim. Muxlislar ko'tara olmaydi. To'g'ri, muxlislar ko'tara olmaydi. Marotta shundan kelib chiqib juda uni chunki oilasiga, ayoliga, ijtimoiy tarmoqda ayoli menimcha akkauntlarini o'chirib qo'yibdi, boshqa bo'libdi, chunki haddan tashqari ko'payib ketib qolganda. Kelini hakam ham politsiyaga murojaat qilibdi. Kelini yo'lida Kelini bu yoqda rahbar endi. Yo'lida hakamga borgan, juda baland ovozda baqirib tashlagan, boshqa qilgan. Keyin A seriyani bir yig'ilishi bo'lganda ham dotvo qilgan va buni sharmandalik deb gapirgan. Tizimni degan zudlik bilan bu ketma-ket bo'lib qoldi-da, bu yerda Barselona bilan Atletico'ning o'yinida yo'q. Ishlamay qoldi-yu var. Parallel bo'lib o'tdi. Bu yerda var ishlagan taqdirda ham bechara Kalulu varga borlaring u ko'ra olmaydi endi. U qaror chiqarib qo'ydi, ko'ra olmaydi u narsani. Shundan kelib chiqqan holda ketma-ket bo'lgandan keyin Kelinining gapi nazarimda hamma uchun, butun futbol uchun bo'ldi. Zudlik bilan var tizimini ko'rib chiqish kerak edi. Ya'ni Pike ham shunaqa debdi-da. Bittani qo'shib qo'ysa bo'ldi, ikkinchi sarig'i ham ko'rib chiqish kerak deb qo'ysa bo'ldi. Va endi men o'ylab ko'ryapmanki, boyagi holatda ham o'sha Barselona bilan Atletico'ning o'yinida var ishlamagan holat o'yinga ta'sir o'tkazishi mumkin-ku. Hisobga ta'sir o'tkazishi va hisob o'z-o'zidan o'yinga ta'sir o'tkazishi mumkin.
buni ham Yo'q, unda Barselona Atletikoda VAR ishladi, anaqa ishlamadi. Sun'iy Offside'ni grafikka chizib beradi-yu. Chunki ishlamasligi va uni sababi ham bor ekan, chunki u tizimda nima deydi, yaqqol chiqib ketayotgan paytda aniqlab olar ekan. Bu yerda pala-partish turgan, yana qanaqadir odam ko'p bo'lgan degan bayon. Ha, odam ko'p bo'lgan va futbolchilarni teginish bor-ku, Levandovskining oyog'iga tegingan vaziyat. Uni ko'ra olmas ekan. Qanaqadir u tizimning ham o'ziga yarasha nozik tomonlari bor ekanda. O'sha vaziyatni ko'rgan bo'lsangiz, talov to'p ichida bo'lgan-ku vaziyat. Unga aralasha olmas ekan. Qanaqadir Kubarsi bilan anaqa paytida shu Kubarsidan o'tib kelgan, Levandovskiga borgan to'p. O'shanisi ham anaqa qildida. Qancha 8 daqiqa ham 7 daqiqa ko'rib chiqildi. Shunda VAR chiziq chizishga majbur bo'ldi-da. O'zi chiziq chizmasdan avtomatik aniqlaydigan tizim qo'yilgan-ku yog'iga. Xo'p, bu o'yinga ham o'tamiz, mayli, hali Atletico Barsaga yoki Girona Barsa haqida ham gaplashamiz. Lekin Monaco PSG o'yini haqida ham ozgina gaplashishimiz kerak. Bu o'yin ham zo'r bo'ldi. Fransuzlar o'rtasidagi raqobat. Bu yerda ham gollar shousi kuzatildi va irodali g'alabani qo'lga kiritdi Paris Saint-Germain, lekin bu yerda bir qizil kartochka ko'proq masalan hal qilib qo'ydi menimcha. Shu Galavinning qizili bo'lmaganda yutish unchalik oson bo'lmasdi PSG. Hatto 3-2 bilan tugadi, lekin Juventusga o'xshab 4-chisini ham 5-chisini ham urib yuborishi mumkin edi Juventus. PSG ura olmadi faqat. Lekin baribir javob o'yinini o'zida o'tkazishdan kelib chiqadigan bo'lsak, PSG deyarli chiqdi deyishmoqda. Ustiga asosiy futbolchilardan biri Aleksandr Golovin yo'q. Bu o'yinda o'sha Dueni zaxiradan tushib o'yinni o'zgartirib yuborganligini ham qayd etish kerak. Dembele jarohat olgandan keyin uning o'rniga tushib 2 ta gol urdi. Keyin Hakimining golini ham undoq qarasa yasab berdi deyishimiz mumkin. Duel qilib berdi. Va bu o'yinda bu juftlikda qanaqa masalalar? Men hozir endi o'zim fikrimni ham aytib qo'ydim, PSG deyarli hal deb. Sizlarda balki boshqacharoqdir fikr. Yo'q, men Fransiya chempionatidan kelib chiqib aytaman. Fransiya chempionatida PSJga qarshi jiddiy kurasha oladigan jamoa sifatida hech kimni ko'rmayapman. Hozir Lens birga chiqdi. PSG yutqizdi Renga. Bu ko'proq PSJni xohlashdi. Realga qarshi Benfica Real o'yinidagi birinchi uchrashuv bor, shunaqa Real munosabatiga o'xshayapti menda. PSJni Fransiya chempionatida, ya'ni baribir bizniki bo'ladigan tushuncha bor. Chunki Lensni Marsel bilan o'yinini boshqa uchrashuvlarni ko'rsangiz, Lens barqarorlik bor. Ammo wow, bir o'yinni ko'rib zo'ragan rostdan deydigan hol. Lekin Endri kelgandan keyin Lion o'zgarishni boshladi. Va u yerda Fonseca rostdan ham Lionni boshqa darajaga U ham ki Marsel ham sal tomoshobobroq-da. Ha, Lens unaqa narsa yo'q va Marsel Lens o'yinida ham Marsel juda osonlik bilan raqibni mag'lubiyatga uchratgandi. Umumiy olganda hamma qatori Monaco ham shularning ichida. Monaco PSJga qarshilik ko'rsatadigan kuchi bor deb o'ylamayman. Ha, o'zini uyidagi bahsda nimagadir erishib bo'ladi-yu, bir o'zini boshidan balandga sakrashga urinish bo'ladi-yu. Buni amalga oshirishga harakat qilgan va qizil bo'lmagan taqdirda ham PSG g'alaba qozonib ketadi. O'zi 1-0, 2-0 hali u jamoalar ko'zini ochib ulgurmasdan tapti gol bo'lib qoldi. Ikkinchi gol bo'lib qoldi-da, lekin PSG hali raqib 11 ta o'ynayotgan paytida javob berishni boshladi. Birinchi taymda yana Vitini penalti ham urolmagan. Ya'ni taym yakuniga kelib 3-2 ga oldinga chiqib olishi ham mumkin edi. PSJning kuchi kattaroq. Monaco zaxira imkoniyati ham yaxshi. Ha, ancha-muncha. Iqtidori ham, zaxira imkoniyati ham, murabbiyni potensiali ham, moliyaviy tomondan ham, moliya bo'lgandan keyin bo'ladi-da o'zi hammasi. Endi Monaco PSJni ancha yaxshi biladigan jamoa. Shu uchun osonroq o'tish mumkin. Masalan, shu stadiondagi oxirgi o'yinda oktyabr oyida yutgan Monaco PSJni. Lekin PSG o'tgan mavsum xuddi mana shu vaqtda qiynalayotgandi. Bu ayga o'tish o'yinlarini o'tgani PSG. Benficaga o'xshab zo'r hosil olgan. Xuddi shunaqa bo'lgan. O'shanda fransuz klubini yutib chiqqan. Qaysidir? Brestni 2 o'yin natijasiga ko'ra 10-0 yutdi. Ya'ni bu qiyinroq raqib, lekin PSG bundan o'tadi. PSG xuddi o'sha eslanuvdi-yu Realni bahorga borib uyg'onishi boshqacha bo'lish. PSJda o'tgan mavsum xuddi shunaqa bo'lgan. Qiynalgan, Fransiya chempionatini hal qilib qo'ygan, Chempionlar Ligasida qiynalib, keyin ochilib ketgan. Hozir o'sha davrni yana qaytib o'tayotgandek ko'rinyapti. Lekin bu o'yinda, javob o'yinida PSG menimcha nazarimda o'tadi, oson o'tadi. Endi Dembelening jarohati, o'zimma jarohatdagi futbolchilar bor, lekin uni o'rnini to'ldira oladigan resurs ham bor-da. Masalan, Galavinni hozir o'ylayapti, Monaco nima qilish, uning o'rnini qanaqa to'ldirish. Rus matbuoti yozib yotibdi. Endi ular muxlis bo'lib qolgan Monacoga.
Lekin PSJda muammo yo'q menimcha, o'tib ketadi. Faqat bitta savol bo'ladi PSJda. O'tgan mavsumchalik mana bu qolgan qismi anomal bo'ladimi? Chunki Fransiya chempionatini hal qila olmagan hozir. Va o'tgan mavsumdagi stabillik yo'q jamoada. Bundan o'tgani bilan keyingi bosqichlardagi raqiblar qanaqa bo'ladi va ulardan o'tadimi yo'qmi degan savolga hozircha menimcha ko'pchilikda javob yo'q. Stabillik yo'qoldi. Dembele masalan, avvalgi Dembele emas hozir. Bitta o'yinda zo'r darajani ko'rsatdi, keyin yana baribir shu jarohatga moyillik bo'lib qolgani. Qaysidir o'yinda edi. Chiroyli gol urdi-yu, o'zi hammasini hal qilgan holda. Yaqinda kubokdagi o'yindami? Kubokdami? Yaqinda ko'rdim-da, hozir qaysi o'yinligiga eslolmayman. Baribir muhim figurada. Marsel bilan o'yinda urdi, bo'ldi. Marsel bilan o'yinda. Xo'p, keyingi o'yinda endi bu Borussiya Atalantani 2-0 hisobida yutdi. Bu o'yinga men ko'p to'xtalmaymiz-da. O'sha dushanba oqshomidagi o'yinga ozgina to'xtalib o'tsak, fikringizni bilmoqchi edim. O'sha Girona Barselona uchrashuvi va parallel ravishda xohlasanglar o'sha Atletico Barselona o'yini haqida ham qaysidir ma'noda fikrlarni bildirib o'tsanglar bo'ladi, chunki qisqa vaqt ichida o'tkazildi ikkala o'yin va futbol biz YouTube kanalida ikkala o'yin haqida ham undoq qarasa fikrlarimizni bildirmagandik. Fursatdan foydalanib bu o'yinlarga ham to'xtalib o'tamiz. Ketma-ket ikkita mag'lubiyat va boshida o'zim qisqacha fikrimni aytib o'tmoqchi edim. O'zi sal Barselonada ozgina inqiroz deb bo'lmaydi-yu, lekin pasayish kuzatilayotgandi ham, faqat gollar bilan yopib kelinayotgandi, natija bilan yopib kelinayotgandi, to'g'ri. O'sha narsa bo'lmadi. O'zi vaholanki undan oldin ham gol o'tkazib, keyin comeback qilayotgan, gol o'tkazib, keyin comeback qilayotgan. Sal Flikda ham resurslar yo'q, to'g'ri, ayrim asoslarki futbolchilarni hozir biri ketsa, biri qaytyapti, keyingi qaytgan futbolchilar o'rniga keyin yana bittasi ketyapti. Bu ham bitta sabablardan biri. Lekin o'ziga yarasha o'tgan mavsumdagi pressing yaxshi ishlamayapti. O'tgan mavsumdagi sun'iy ofsayd jamoa o'ziga qarshi ishlayotgan holatlar ko'p bo'layotgan. Oxir mana ketma-ket ikkita o'yinda mana shunaqa qoniqarsiz natija qayd etildi. Qanaqa fikrdasizlar? Bu bunday olib qaraganda Flikni sal ko'proq qaysarligi deb bo'layaptimi? Chunki yo'qotishlar bo'lib turgan paytda ham yana o'sha yuqori liniyada o'ynayapti-da. Atletico bilan o'yinchi kontekstdan tashqarida bo'lishi kerak deb hisoblayman. To'g'ri, Rafinha bo'lmagan, lekin Barsani umumiy to o'sha o'yingacha adashmasam 18 ta o'yinni 17 tasida yutib kelganda Barsa. Bitta Sociedadga yengilgan bo'lgan. Atletico bilan o'yin bu oddiy La Liga o'yinidan farq qiladi. Atletico hozir bor umidini kubokka tikkan. Chunki mavsumni Chempionlar Ligasida yutish ehtimoli juda kam. Juda kam. Chempionlar Ligasida hech kim kutmaydi Atleticodan g'alaba qozonishni, chempion bo'lishni. La Ligada imkoniyat yo'q deyarli. Hozir bitta mavsumni qutqarib qolish imkoniyati aynan mana shu kubokda bor. Masalan, Betisni kubokda 5-0 yutib kelyapti, 4 kundan keyin o'zida o'ynab La Ligada yutqizyapti Betisga. O'zining maydonida va Barsa bilan xuddi shunaqa yondashuv. Ya'ni Atletikoning yondashuvi boshqacha. Ha, endi Barsaga qarshi qo'shimcha motivatsiya bor. Barsa yondashuv o'zgargan jamoani ham yutish kerak deyishimiz mumkin, lekin Barsa menimcha bunaqa tezkor gollarni kutmagandi. Ayni o'sha tezkor 2-3 ta gol hal qildi. Boyagi Qizilgacha ham baribir 4-0 bo'lib bo'lgandi. Shu uchun bu kontekstdan tashqari, lekin Flikni o'zi aytdi, Girona bilan o'yindagi mag'lubiyat 100% Barsani mag'lubiyati. Girona juda zo'r o'ynadi. Masalan, o'yinda eng yaxshi o'yinchi Garcia bo'ldi, Juan Garcia. Demak, mana shu ham ko'rsatadi. Mayli, u yerda ham o'sha VARni masalasi, ikkinchi gol Echeverining harakati, ikkinchi gol hisoblanmasligi mumkin edi. Lekin baribir o'shangacha bo'lgan vaziyatni bundoq qaralsa, Girona juda zo'r o'ynadi. Ayniqsa ikkinchi taymda Gironani umuman to'xtatib bo'lmadi. Va bir narsa, men o'sha o'yin davomida sharh davomida ham aytdim, Pedri kerak ekan. Butun mavsum davomida Barsa chuqur himoyadagi jamoaga qiynalgan, qaysi jamoaga qiynalgan bo'lsa-ki, Pedri chiqib ketgan vaziyatda. Yo pas beradi, yo keskin hujum tashkil qiladi, yoki o'zi jarima maydoni tashqarisidan gol uradi. Girona bilan o'yinda ham, birinchi davradagi o'yinda ham Barsa juda qiynalgan, Pedri hal qilgan. Birinchi bo'lib Pedri urib bergan, oxirida darrov qo'rib ketgan. Girona o'zi chuqur himoyada Barsaga qarshi juda yaxshi o'ynaydi. Birinchi davrada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Girona 15-o'rindagi jamoa Barsaga qarshi bunaqa o'ynashi uchun ular alohida tayyorlanish kerak. Bu tayyorlangan jamoa o'ynadi. Shunda alohida tayyorlangan, u tikmasa bo'lmaydi, unga nimanidir tikmasa, shunchaki o'yin sifatida qarasa Girona bunaqa o'yna olmasdi. Mavsumi umuman janjallar bo'lib, murabbiy ketishi, u ingliz tilini o'rganib ketaman, Ispaniyadan butunlay ketaman deb turibdi. Futbolchilar bilan muammosi bor Gironani, lekin bitta Barsa bilan o'yinda bunaqa o'ynashi o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Ular Barsani juda chuqur o'rganib chiqqan. Nijot aka, qanaqa men inqiroz bor degan narsaga unchalik qo'shilmayman. Agar inqiroz bo'lsa, bu sal davomiyroq bo'lardi. Ikkita o'yinda bir
onda sonda uchrab qoladigan narsa bo'ladi-ku. Hozir Abror yaxshi aytdi, nechta o'yin? 17 dan 18 dan 17 tasini yutgandi. Nazarimda Yevropa futbolida oxirgi shu ikkita o'yinni inobatga olmasak, nisbatan stabil, barqarorroq o'yin namoyish etayotgan Angliyada Arsenal shubhasiz, Citydan bir chiqib bir tushib qolyapti, bir chiqib tushyapti va Barselonada Bavariya bor, to'g'ri bu yerda. Misol uchun PSG unaqa emas. Nisbatan Barselona yaxshiroq baribir. Inter sal balanslashdi, hozir barqaror. Inter balanslashganligi, Inter raqobatni unchalik sezayotgani yo'q-da. Mana shunisi bor. Ya'ni qolganlardan ko'ra ancha ustunroq bo'lganligi. Mavsum boshida Inter nostabil edi. Napoli oldinda qarab ketayotgandi va men uchun Inter favorit bo'lganida Italiyada Napoli birdan yaxshi o'ynashni boshlagan edi. Lekin Inter favorit bo'lib turganda oxir-oqibat chiqdi shunaqa. Lekin Barselonaga to'xtalgan, menimcha Flick vaziyatdan chiqadi baribir. Chiqib ketadi. Hozir qaytaga yaxshi bo'ldi. Real birinchi o'ringa chiqib olganligi. Motivatsiya yaxshi bo'ldi. Chunki orada Klasikodan keyin Real va Atleticoga o'sha Simeone Alonso yutqizgan paytida Simeone yutdi o'sha o'yinni. O'rtadagi farq kattalashgandan keyin ozgina muxlislarda bu yil Barsa chempion ekanda degan fikr yuzaga kelishni boshladi. Chunki Realda Xabi Alonso bilan keyin o'rtada o'sha hushtakbozliklar, boshqa narsalar muxlislar qabul qilmasligi umumiy masshtab kattalashib ketib qoldi-da bu narsani. Barsada unaqa narsa yo'q edi. Va bu o'zini qobig'iga o'zi o'ralash yurganda, Barsa sekin-sekin ochkolarni rasmiylashtirayotganda ko'pchilikda ko'rdim shu narsani. Barsa chempion. Hozir endi Real birga chiqib qoldi. Bu qaytaga keskinlashdi. Sizga, menga, hammaga intriga bo'ladi. Realchi bo'lib, Barsachi bo'lib ko'rmaydiganlar uchun vaziyat zo'r qiziqdi. Realchilar, Barsachilar bir-biriga baribir qabul qilmaydi-ku. Shunchaki misol uchun Manchesterchi, Arsenalchi bo'lib turib Ispaniyaga bundoq qarasa, deydi, tomosha qiladi. Keyin men hozir inqiroz deganimni, misol nima deydi? Inqiroz katta inqiroz emas, lekin o'yin taraflama, misol uchun o'tgan yil xuddi shu paytdagi Barselona bilan solishtirganda ancha o'yin pasaygan demoqchiman. Shunaqa ma'noda aytmoqchi edim. Jarohatlar inqirozi desa bo'ladi. O'sha ulanib ketyapti-da, bitta katta figura. Yo'q, faqat jarohat Lazaret to'lib ketmagan. Lekin kerakli o'yinchilar bittasi qaytsa boya aytganingizda ikkinchisi chiqib ketdi. Yo'q, bu ham to'g'ri, lekin jarohatdan tashqari ham yana sabablar bor. Menimcha qarang, Lewandowski baribir yoshi o'tayotganligi sezilyapti natijasida. Jamoa yaxshi to'p urarib, Ferran Torres bo'lib yuribdi-da. Bundan qarasa, asosiy yulduz Yamal ham yomon emas. Hozircha gol plus pas tizimida zo'r statistika qayd etyapti, lekin o'tgan mavsumda buzib tashlayotgan payti edi. Hozir to'xtatishni yo'lini topayapti raqiblar. Keyin o'tgan mavsumdagi eng zo'r futbolchi Rafinhani hozir ko'ryapmiz. Doim jarohatdan qaytadi, ozgina o'ynaydi, yaxshi bitta chiroyli gollar urib beradi, yana qanaqa pasayish bo'ladi. Xuddi shunaqa Pedrida ham baribir. Pedri nisbatan kattaroq. Bu umumiy hozir inqirozda bo'lar ekan, jarohatlar inqirozi, realizatsiya inqirozi menimcha eng katta muammolardan biri. O'sha Girona bilan bo'lgan uchrashuv penaltini hatto ko'ra olmadi. Yamal undan tashqari darvoza ustunini poylash bo'yicha ham bilmadim, rekord qo'yyapti. Flick jamoasida muammoni himoyada ko'raman ko'proq. Shuning uchun aytdim-da, Flick Barselona uchun gol urish shunaqa muammodek tuyulmaydi menga. O'sha Flickni anaqasi emasmi, qaysarligi emasmi shu? Chunki muammoli holatda sal balanslashib, sal orqadan o'ynatsa bo'ladi. Yo'q, baribir shu jarohatlarimiz bilan bo'lsa ham Atleticoga qarshi Atletico maydonida pressing qilamiz deb o'ynayapti-da. Bu sal Flickni qaysarligi o'ziga zarar ishlamayaptimi demoqchi? Bo'lsa, bordir bo'lishi mumkin. Qaysidir jihatida o'xshaydi ham shu narsa, lekin boshqa tomoni o'sha himoyachilarga ishonch qay darajada-da. Barselonani himoyachilari ko'proq qanotdagilar hujumga boradiganlar. O'rtadagilar qanchalik shu narsani ko'tara oladi. Inigoni endi qadr bilmayapti menimcha. Bu katta rol. Inigo Erik Garcia aytgancha hali chiqmadan jarohat oldi menimcha. Yig'ladi-yu chiqib. Zaxiraga olindi Erik Garcia. Agar Garcia ketsa bo'ldi, Barsa himoyasi bitta Kubarsi qolyapti, lekin baribir Garcia boshqaruvchi edi. Yo'q, o'sha Kubarsida baribir tajriba yo'ligi bilinib qoladi. Endi u iqtidor boshqa-ku, lekin kerak bo'lgan paytda, misol uchun ko'rasiz, tajribali himoyachilar boshqacharoq yo'l tutadigan joylari bo'ladi. Misol biz juda ham xohlaymiz muntazam ravishda Abduqodir Husanov Manchester Cityda o'ynashini. Ammo narigilar Guardiolmi, sekin Diashmi jarohatdan qutulib to'liq o'yinga tushadigan holatga kelganda hammamiz ichimizdan his qilamiz-ku, bu hozir bular keladi,
joyini oladi. Abduqodir joyi zaxirada bo'lib qolishi ehtimoli katta, chunki baribir murabbiy tajribaliroqni biladi va hamma biladi, Gvardiola ham ko'p gapiradi-ku, olyapti, sekin-asta olyapti. Kubarsi ham shunaqa. Kerak bo'lgan paytda bir qanaqadir kutilmagan, kecha Lloyd Kelly aytdim-ku, Lloyd Kellyning o'rnida misol uchun Bonucci va Kellini bo'lganda boshqacha o'ynardi. Tamomila boshqacha o'ynardi. Mashhur Barsa uchun gol urish shunaqa muammo emas u, lekin har safar gol o'tkazib yuboradi. Shunaqa. Hatto yaqqol outsider bo'lib ko'ringan jamoaga qarshida ham u Chempionlar Ligasida ham bitta gol o'tkazib yuboradi-da, bu muammo bu. Men qo'shilaman. Mana shu hozir himoya bu Flickning injiqligi emasmi, shu himoyami deb himoyani aybi borligiga qo'shilaman. Natijalarga javobgar o'sha Dilshod aka aytgandek gol urishda muammo yo'q jamoada, lekin himoya. Masalan, Barsani har bir o'yiniga qaraylik. Gvardiolani Barsasini masalan shartli ravishda olib solishtiraylik. Unda tiki-taka bilan Barsa raqibni butunlay to'psiz qoldirganda, odatda chuqur himoyaga o'tish odat bo'lgan. Raqib jamoalar, kuchsizroq bo'lgan jamoalarga Barsaga qarshi himoya avtobus qo'yish moda bo'lgan, qo'polroq aytganda, va ular bilardiki, o'shanda butun o'yin davomida hech bo'lmasa bitta yoki ikkita vaziyat bo'ladi, o'shani ursa bo'ldi, o'shani kutib yashardi. Hozirgi Barsada aniq kafolatlangan taymda ikkita yoki uchta birga bir vaziyat bo'lishi mumkin. Barsaga qarshi o'yinda. Masalan, Girona bilan o'yinda ham yoki istalgan o'rta miyoni jamoa himoyani tartibli ushlab bersa, bo'ldi. Barsa yuqoriga ko'tarilish natijasida ana u ikkita winger yoki bitta markaziy hujumchi startda tursa bo'ldi. Chiqib ketyapti. Hamma o'yinga e'tibor berib qarang, qaysi o'yinning bo'lishidan qat'iy nazar birga bir chiqib ketadigan vaziyat bo'ladi. Garcia qutqaradi. Ya'ni himoya o'ta yuqoriga ko'tarilgani uchun, hattoki Rayo birinchi davrada Barsani qiynagan boyagi ikkita wingerni chiziq ustiga qo'ygan, out chiziq ustiga qo'ygan, Barsani himoyasi marka oldinga chiqib ketgan vaqtda bemalol aylanib o'tardi. Rayo hattoki shunaqa qiynaganda. Ko'p raqiblarni kuzatyapman-da, sun'iy ofsaydda hamma bir-biriga qarab turadi, liniyani ushlash uchun. Chalg'itish uchunchi ular konsentratsiyani yo'qotib tashyapti. Shuni deb ham anaqa Erik Garcia chalg'ib qoldi. Bitta futbolchi ofsaydda turibdi. Unga qarab hisob oladimi yoki o'zini liniyasini ushlaydimi? Anaqa qilib qo'yishyapti, nima deydi? Sarosmaga hisob qo'yishyapti. Doim liniyada bitta futbolchi qolib ketadi. Ko'pincha Garcia bo'lib qolyapti bu. Shunaqa. Qanaqadir reaksiya etishmay qolyapti. Qolganlar o'qiyapti o'yinni. Garcia o'sha Atletico bilan o'yinda ham bo'ldi. Chunki Garcia ko'pincha birovning o'rnini yopishga majbur bo'lyapti. Girona bilan o'yinda ham o'ng qanot himoyasigacha kelyapti. Garcia tashab o'zini o'rnini tashab. Atletico bilan o'yinda Baldeni to'liq uyotdi. Baldeni qanotini. Ikkita pozitsiyaga javobgar bo'ldi. Baldeni bekorga Girona bilan o'yinda zaminaga olib tashlamadı. Martinni qo'ydi. Martin ham oxirigacha o'yna olmadi baribir. Futbol YouTube kanalining obunachilari soni salkam 30 mingga yetdi va biz albatta bundan juda ham mamnunmiz. Lekin bizni kuzatib borayotganlar soni bundan ham ko'p. Shunday ekan, bizni kuzatayotganlar albatta obuna tugmasini bosib qo'yishlarini ham iltimos qilib qolamiz. Shuningdek, izohlarda o'z fikrlaringizni, takliflaringizni ham yozib qoldiring. Tezkor gollar sharhi, qiziqarli kontentlar va sharhlovchilar bilan qiziqarli reelslarni tomosha qilmoqchimisiz? Unda Instagram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Chempionlar Ligasi, Angliya Premyer Ligasi va umuman futbol olamidagi eng qiziqarli markaziy uchrashuvlarni siz Futbol Telegram kanalida o'zbekcha sharh bilan jonli efirda kuzatib borishingiz mumkin. Undan tashqari, eng ishonchli xabarlar Telegram sahifamizda kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. YouTube, Instagram, Telegramda bizni kuzatib boring, chunki u yerda yutuqli konkurslar ham o'ynalmoqda. Siz ham mana shu qimmatbaho sovg'alarning birini yutib olishingiz mumkin. Men o'zi to'g'risi Flick nima deydi? Bundan oldin ko'rsatuvda eng ko'p maqtagan murabbiyim Flick bo'lgan. Men Flickni hozir ham nima deydi, shu resurslar bilan shunchalik darajada o'ynayotganligi uchun hali ham qoyil qolaman. Baribir bunday olib qaraganda ko'pda yo'qotishlar, undan tashqari bunday olib qaraganda moliyaviy imkoniyatlar bilan hozir baribir shu darajada ushlab turgan, Barsani shu darajaga olib kelgan inson baribir Flick. Lekin ayrim joylarda baribir uni ham kamchiliklarini aytib o'tish kerak. O'sha qaysarlikdan tashqari keyin Rafinha bilan bo'lgan vaziyat ham 60 daqiqa o'ynay olar ekan. Boshda emas, keyin tushirganda menimcha ko'proq foyda beradi. O'zi ko'pchi butun ispan matbuoti ikkinchi taymda kutgan ekan, Rafinha. O'sha deb men shunisi ham tushunmayman. Jarohatdan qarang, fevral oyida umuman o'ynamagan futbolchi bitta mashg'ulotni, ikkita mashg'ulot o'tgandan keyin birdan asosiy tarkibga tushiryapti. Chiqmadi. Bitta-ikkita vaziyat qilib berdi to'g'ri Rafinha. Sport formani tiklab ulgurmaydi baribir. 14-kuni mashg'ulotga qaytgan, bitta-ikkita mashg'ulot va asosiy tarkib. Va yana bitta narsa, Gerard Martin tushirdi. O'sha Balde eng ko'p xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, Atletico bilan o'yinda eng asosiy muammoli pozitsiya bo'lgan bo'lsa, Balde yana tushyapti. O'zi qiynalib turgan holatda baribir yana Baldega imkoniyat beryapti. Men o'sha qarorlari meni sal ikkilantirib qo'ydi. Nimaga yana Balde? Qanaqadir men Bernallarni vaqtliroq tushishini kutgandim-da, Bernal yoki Casadolar. To'g'ri, Casado Atletico bilan o'yinda qanaqadir xatolar qilgan bo'lishi mumkin, lekin men kutgan eksperiment Rafinha qaytgani uchun Casadoni olib tashlatdi. Olmo markazga tushadi, Rafinha oldinroqqa chiqadi.
o'zi juda qattiq gaplashgan ekan Atletico bilan o'yindan keyin. Kiyinish xonasida juda qattiq gapirgan, ancha keskin ohangda futbolchilar bilan gaplashib olgan Flik va Gironaga qarshi o'yinga xuddiki finalga tayyorlanayotgandek tayyorlagan. Aybin yuvasan hamma, Atletico bilan o'yindagi Aybin yuvasan deb tayyorlagan, lekin umuman bo'lmadi. Lami u yerda isitma bilan o'ynagan, isitma bilan ham tashlaganda, isitmada bo'lgan, dori ichirib tashlagan. Shu taraflarda Flik men sal tushunmayotgan tomonlarim bo'lyapti. Lekin Yamal agar mabodo o'sha penaltini golga aylantirganda nima boshqacha ssenariyda ham ketardi. O'zimni olib qaraganda baribir realizatsiya muammosi ham asosiy muammolardan biri. Elche bilan o'ynadam 6xG bilan 3 tagina gol urdi-da. Ferrari qanaqa vaziyatlardan foydalana olmadi. Ochiq va darvozaga ura olmagan paytlari ham bo'lyapti. Bu o'zi o'tgan mavsumdagi Barsaning kuchli tomoni ham realizatsiya edi. Bavariya bilan o'yinda 3 ta zarba 3 ta golni shunaqa qilgandi. U katta o'yladi, shuni evaziga chiqib ketayotgandi. Raqib oldidan 3 ta 4 ta gol bilan sindirib, ro'xat. Keyin yoqda oson nazorat qilayotgandi. Hozir o'sha narsani qila olmayapti ham. Ko'proq o'sha realizatsiya menimcha sal muammoli bo'lib turibdi. Demak, shunaqa gaplar. Bugungi endi o'yinlarga to'xtalib o'tish kerak. Bugun ham qiziq o'yinlar bor Chempionlar Ligasida. Bodo Glimt Inter o'yini ancha qiziqarli bo'lsa kerak. Norvegiyada. Shunisi meni ko'proq qiziqtiryapti. Qanaqadir muammolar keltirib chiqarish mumkin deb o'ylayapman. Baribir muhitni o'zi hozir baribir qishdamiz hali ham. Menimcha Interga shuni o'zi ham yetarlicha qanaqadir noqulaylik tug'dirsa kerak. Va albatta qiziqarli o'yinlardan yana bittasi men uchun bu Qorabog' Newcastle o'yini. Qorabog' menimcha o'z maydonida har qalay xuddi Bodo Glimtga o'xshab oxirgi yillarda o'zi ko'p to'qnash kelyapti Qorabog' bilan Newcastle. Shu mavsum ham to'qnash kelmadimi mabodo? Qorabog' APL jamoalari bilan o'ynadi, Chelsea bilan o'ynadi. Chelsea bilan o'ynadi. Chelsea bilan o'ynadi. Top klublar bilan o'ynadi. Lekin Newcastle bilan emas edi-yu menimcha. Liverpool bilan o'ynadi, yutqizdi. 6 o'sha 6xG mi 5xG bilan to'qnashmagan ekan. Xo'p, bu o'yinlarga ham to'xtalib o'tsak, ozgina fikringizni bilmoqchiman. Bodo Glimt Inter qiyin, Bodo Glimtga juda ham qiyin. U Shimoliy Arktika aylanasiga qarab borish oson bo'lmaydi va bu narsani uddalay olishini Bodo Glimt o'ziga ham hammaga ham isbotlab bo'lgan. Cityda ko'rdik, Mourinho Romada ishlagan paytida Romada yirik hisob 5-1mi, 6-1 bo'lgandi o'sha o'yin. O'zida doim juda zo'r o'ynagan. Bilasizmi, mana shunisi bilan bo'ladi-ku shunaqa jamoalar, nimadir bitta ustunligi bo'ladi, maksimal tarzda foydalanadi. Bodo Glimt mana shunaqa jamoada. Ya'ni misol uchun sobiq ittifoq paytida Paxtakor jamoasini o'rtamiyona outsiderlarga ochko berish mumkin, lekin har doim kuchlilar bilan zo'r o'ynagan jamoa sifatida yaxshi bilishganda, u Spartak bo'ladimi, Dinamo Kiyev bo'ladimi, Moskva bo'ladimi, farqi yo'q. Rostdan ham o'sha Dinamo Kiyev 75-yil Kubok egalari kubogini yutib, Super Kubokda Bavariyani yutganida Toshkentda 5-0 yutqizgan. O'sha mavsumda Paxtakor oxirgi o'rinlardan qolib ketib qolgan. Ya'ni o'ziga xosligi bo'ladi-ku. Bodo Glimtning o'ziga xosligi o'zini uyida deb bilaman men. Safarda unaqa emas, lekin o'z uyidagi bahslarda yana raqibi ancha kuchli jamoa bo'lsa, rosa xavfli raqibga aylanib qoladi. Qanaqadir kuch topishadimi yoki shu shimol yog'dusidan energiya olishadimi bilmayman endi unisini. Anaqa bo'lardi, Vikinglarda. Qanaqadir damlama ichishardi, shunaqa o'zi keladi. Balkim o'zida juda kuchli, Interga qiyin bo'ladi. Va yana bir narsada u bunday olganda Norvegiya terma jamoasida ko'p futbolchisi bor edi. Terma jamoasi bor. Endi to'g'ri Holland yo'q, Sörloth yo'q tarkibda, lekin ularga o'xshagan hujumchilar bor-da, ularning o'rinbosarlari bor tarkibda. Ya'ni o'sha faqat sovuq iqlimdan tashqari ham tarkib ham juda zo'r. Atletico bilan adashmasam mehmonda ham yutgandi o'tgan mavsumda. Bir tomoni bor Bodo Glimtda. Bodo Glimt xarakterli jamoa-da. Zarbani ko'taradigan jamoa. Shunaqa. Zarbani shu yoki kurash boksda shunaqa deysizlar-ku, zarbani ko'taradigan bardoshli jamoa. Va yana bitta holat bor, Inter uchun xavfli. Hamma uchun nazarimda shunday o'yinni oldin qog'ozda Inter favorit. Juftlikda. O'yinda emas, Norvegiyadagi o'yinda emas, juftlikda favorit va ko'pchilik Interni olib chiqqandir keyingi bosqichga. Lekin Bodo Glimt agar o'z uyida 2 ta gol farqi bilan yutib olsa, bu o'ta xavfli Inter uchun. O'ta xavfli. Cityni uddaladi, 3-1 ga yutdi. Romani shu 5-1mi, 6-1 yutgandi. Yirik hisobda yutgan. Va Rimda yutqazmagan, 2-2 o'ynagan o'shanda.
Roma oxirida anaqani yutgan, konferensiyalar ligasini yutgan o'shanda. Lekin Bujoglimpda ikkala o'yinda umumiy holatda mag'lubiyatga uchragan Bujoglimpga. Ya'ni bu jamoa agar ikkita gol bilan komfort hisob qilsa, safardagi o'yinda juda bir himoyada turib, bardosh bilan kaltayib, Interga aniq turadigan joyi bor. Italyancha futboldan dars o'tadi. Bor shunaqa narsasi bor. Bu ancha qiyin bo'lib qoladi. Inter safarda iloji lekin bitta holat Juventus bu mavsum yutdi. Bujoglimpni Norvegiyada yutdi. 3-2 ga yutgandi. Bu mavsumda yutdi. Juventus uddalagandi bu narsani. So'roq o'zi Real muxlislari ham esingizda bo'lsa, yo Benfica yo Bujoglimpga tushadi deganda ayrim muxlis yozdida, undan ko'ra Benficaga qaytib tushganimiz yaxshi. Ham revansh olamiz. Shunaqa gap bo'ldi, to'g'ri. Bujoglimp Real futbolchilar bilsangiz, Rossiya klublariga qarshi o'ynaganda ham qiynalib qolishadi. Qishda, ayniqsa guruh bosqichida CSKA bilan tushib qolardi, yo Lokomotivlar bilan Juventuslar tushib qoladi. O'shunaqa sovuq iqlimda qiynaladi bunaqa futbolchilar, nozirroq futbolchilar. Keyin maydoni ham sun'iymi? Ha, sun'iy. Endi u yerda tabiiy iloji yo'qda, endi nima qilsin becharalar. Shuning uchun ham ruxsat berilsa kerak, ularda yo'q o'sha narsa. Qordan yasasinmi deydi. Ha. Shundan lekin Lujniki shunaqa bo'lganda oldin. Hamma jamoa borishdan qo'rqqani, o'sha yaqin 2016-2017 yilgacha ham shunaqa edi. Keyin jahon chempionatida adashmasam ular tabiiy maydon qildi. Shundan qo'rqardi Rossiyada. Lujniki Rossiya terma jamoasi 12-yilga Yevropa chempionatiga chiqqanda ham Angliyani tashlab ketishgan. Xorvatiya ikkalasi guruhda Angliyani tashlab ketishgan. Angliya bormagan. Yevropa, Polsha Ukrainaga? Yo'q, 2008 ekan. 2012da bor edi guruhda Angliya, Shvetsiya, Ukraina bitta guruhda bo'lgan. Fransiya bilan 2008da ochilish o'yini. Slaven Bilic boshqargan edi Xorvatiyani, boshqargan edi. O'shanda tashlab ketgan Rossiya Angliyani Rooneylar o'ynagan paytida, Lampard, Gerrardlar o'ynagan paytda Rossiya yutgan 2-1 ga Angliyani. O'ziga xosligi bor, ham sovug'i, ham sun'iy qoplamali maydon, shu narsasi bor. Xo'p, bugun yana bo'lib o'tadigan qiziq o'yin Qorabog' va Newcastle. Qorabog' endi baribir sensatsiyalar qildi, lekin Newcastle bilan hozir juftlikda ham safar ham uy o'yinda qiyin bo'lsa kerak. Ayniqsa St. James Parkda. Newcastlega kerakdi mana shu turnir. O'zi APLda o'xshamayapti ishlar. Kubokdan imkon qadar sal oldinroqqa borishni xohlaydi Newcastle uchun. Newcastle ola olmaydi musobaqani, lekin Abror gapi 100% qo'shilaman. Qorabog' bir bosh yuqoriga sakrab bo'ldi-da, shu bosqichga chiqqanning o'zi katta narsa. Bu yerda qancha uzoq yursa pul masalasi bor-ku, ingliz klublari uchun bu juda muhim narsa. Juda ham muhim narsa, motivatsiya beradi boshqacha. Keyin Atletico Brugge. Brugge maydonida bo'ladi birinchi uchrashuv. Brugge ham baribir xuddi boyaga aytganimizdek bir otib qoladigan jamoa. Real ham yutib qo'ygan. Barselona bilan o'sha jangovar duranglari esingizda. 3 mavsum oldin Barsa bilan rosa zo'r o'yin bo'lgan. Bu o'yin ham menimcha birinchi o'yin, aynan juftlik emas, birinchi o'yinni o'zida Atleticoga menimcha muammo keltirib chiqarishi mumkin. O'zi Atleticodan hamma narsa kutsa bo'ladigan bo'lib qoldi. O'sha Bujoglimpda ham kerak bo'lsa Atletico maydoniga kelib yutib ketyapti. O'sha Betis bilan bo'lgan voqeada 5-0 ga yutgan jamoasiga o'zini maydonida yutqizib o'tiribdi. Keyin Barsani 3-0 yutyapti. 4-0. Hamma narsa kutsa bo'ladi, rostdan ham. Ya'ni Bruggedan ham kutsa bo'ladi hamma narsa. Atleticodan ham kutsa bo'ladi. Shuning uchun ko'rmaylar. Bugun ehtiyotkorona o'ynadi menimcha Atletico, chunki Belgiyadagi maydon, Belgiyada bo'ladi o'yin, Brugge maydonida. Shuning uchun Atletico sal ehtiyotkorona o'ynaydi va o'zida hal qilib olishga urinsa kerak. Madridda. Demak, yana bitta o'yin bu Olympiakos Bayer Leverkusen o'yini. Bu o'yinni ham endi ko'ramiz. Natijalarni keyin. Lekin Olympiakos juda kuchli jamoa. Kuchli, chunki yaxshi tarkibi bor, yaxshi murabbiyi bor, biroq Mendilibar Mendilibar. Lekin baribir qiyin deb o'ylayman. Bu o'yindan o'tsa balki bu o'yin qanaqadir natija qayd etish mumkin, lekin umumiy uzoqqa borish qiyin. Podense misol uchun Tarimilar shu yerda. Yana bitta yaxshi futbolchilari bor. O'sha Barselona bilan o'yinda ham zo'r o'ynab yutqizgandi Barselonaga. Esimda bor, anaqa Ferminmidi hat-trick qilgan o'yinida. Adashmasam o'shanda edi. Xo'p, buguncha shular, demak, keyingi ko'rsatuvlarda endi bo'lib o'tadigan boshqa o'yinlar haqida gaplashamiz. Bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, qadrli do'stlar. Bugungi ishtirok uchun hamkasblarga rahmat deymiz. Keyingi bosqichga mana shu juftliklardan qaysi jamoalar chiqishini albatta o'z taxminlaringizni yozib qoldiring izohlarda va keyin solishtirib ko'ramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.